aslida ta'lim sifati deganda o'zi bu nima bu ta'lim sifati? Misol uchun hozir to'g'ridan to'g'ri kimgadir savol bersangiz, ta'lim sifati nima deb savol bersangiz, hamma har xil javob beradi-da. Asosiy o'qituvchilar odatda xuddi haligi attestatsiyaga tayyorlaganda, testga tayyorlagandek his qiladi-da. Ya'ni vazifasi shunday. Ta'lim nima o'zi? Ta'lim qanday jarayondan tashkil topadi? Ta'lim 3 ta yo'nalishda olib borilishi kerak. Asosiy ustunlari bor. O'sha 3 ta ustun ham buzuq. O'quvchilarning bilimini baholash bizda tarozimiz yo'q. Buzuq ham emas. Yo'q, umuman yo'q. buzuq bo'lsa ham mayli. Buzuq bo'lsa ham mayli edi. Qancha qimmat maktabga bersak, shuncha biz yaxshi maktabga bergan bo'lamiz degan ota-onalar oldida shunaqa miyasida shunaqa shakllanadi-da. Natijamiz zo'r. Biz institutlarga 90% o'quvchimiz kiradi, bezdirib bo'lgan juda kuchli invalid tayyorlashyapti. Menga siz attestatsiyani tuzatish kerak deng, men ikki qo'limni ko'tarib 100% rozi bo'laman. Olib tashlash kerak deng, men sizga qarshingizda chiqaman. Ta'lim sifatida o'lishida DTM testlarini juda katta o'rni bor ekan. Juda katta o'rni bor. Hoy bola, tezlashtir. Hozirgi yoshlar g'ordan tashqariga chiqishni ham bilmaydi. Bizon ovlab go'sht olib kelishga kuchlari yetmaydi. Bular odam bo'lmaydi. Bizdan keyin hayot yo'q. Yo'q. Hozirgi yoshlarning qo'liga qilich bersang, qo'lidan ayriladi. Biz yoshligimizda qanaqa edik? Bularning kelajagi yo'q-ku. Har xil bema'ni ishlardan ko'ra san'atga mehr qo'ysa bo'lmaydimi? Bular bir foydasi tegadigan ish qilsa bo'lmaydimi? Qarang, qanday satrlar. Bu esa bular paxta terishni ham bilmaydi. Mana ahvol. Bular kompyuterdan boshini ko'tarmaydi. Bizdan keyin kelajak yo'q. 2125-yil. Men bular haqida bir narsa deya olmayman. Bular teleport yursa bo'ldi. Bizni davrimizda qanaqa edi? Biz esa yoshlarga ishonamiz. Profi University. Profi University. Think out of the box. Assalomu alaykum. Tanaffus podkastini muxlislari, endi muxlislari desak ham bo'laveradi. Muxlislari biz kichkina tanaffusdan keyin yana tanaffusni boshladik. Shu Isroil akani aybi bilan surilib qolyapti. Shu ketib qolgan ekan Farg'onaga. Xudo xohlasa mana bugun yangi studiyada, o'zgacha atmosferada bugun mana tanaffus podkastining keyingi sonini olyapmiz. Juda ham qiziq son bo'ladi. Men chunki uni ich-ichimdan his qilib turibman. Juda ham muhim masalalarni, hali siz eshitmagan masalalarni gaplashamiz. Buning uchun ko'rsatuvni ko'rishdan oldin like va podpiskani albatta bosib qo'ying va shu yerda bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizni kuzatayotgan obunachilarimizning 60-70% bizga obuna bo'lmasdan turib podkastimizni tomosha qilayotgan ekan. Shuning uchun sizlardan nima ketdi? Podpiskani bosib qo'ying va like ni bitta bosib qo'ysangiz, mana shu ko'rsatuvimiz davomiyligiga bu juda katta ta'sir ko'rsatardi. Isroil aka, bo'lmasam mehmonni o'zingiz tanishtirasiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz tomoshabinlar va hamkasblar. Demak, bizning homiyimiz Profi Universitetining yangi zamonaviy bir studiyasida boshladik va bugundan boshlab tanaffusning yangi sonlari mana shu studiyada namoyish etiladi. Demak, bugungi suhbatdoshimiz biz juda qiziqib qoldik, ya'ni tanaffus podkastiga o'qituvchilarni chaqirishga juda qiziqarli chiqyapti har bir o'qituvchilar chiqqan soni. Shuning uchun mana shu an'anaga muvofiq qolgan holda xorazmlik, demak, kuchli matematik O'zbekistonda juda ko'plar taniydi, ayniqsa matematiklar orasida mashhur. Prezident maktabiga juda kuchli tayyorlaydi va hozirgi kunda Toshkentda faoliyat yurityapti. Otabek Rahmonberganov do'stimiz tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum Otabek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Siz o'zi anchadan buyon o'zi matematiklar orasida juda nimasiz, mashhursiz va
ko'plab kitoblar yozgansiz. Asosiy nimangiz, yo'nalishingiz prezident maktablariga va umuman mantiq, shunaqa mantiq. Fikrlash yo'nalishi desangiz to'g'riroq bo'lardi. Sababi Kamyob faqat soha. mantiq emas, menda mantiqiy fikrlash, matematik fikrlash, tanqidiy fikrlash yo'nalishlari bo'yicha ijodim bor, kitoblarim shu bo'yicha o'qitadigan yo'nalishlarim bor. O'sha fikrlash yo'nalishi bo'yicha desangiz to'g'riroq bo'lardi. Zo'r. Qarang, mana ijodkor o'qituvchisiz va umuman olganda bir qancha dogmatiklarni yorib chiqqansizda o'zingiz bilimingiz bilan va shu ta'lim sohasida sizda juda katta tajriba bor. Umuman olganda mana shu, agar ruxsat bersangiz, bugungi sonimizda siz bilan ta'lim sifati, umuman o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabat hamda o'quvchilarni fikrlash qobiliyatlarini o'stirish borasidagi tajribalaringizdan gaplashsak va Qo'limdan kelguncha albatta ayniqsa menimcha bu boshlang'ich hamda yuqori sinf o'qituvchilariga juda katta tajriba bo'lardi sizning o'rtoqlashsangiz fikrlaringiz bilan. Marhamat Ulug'bek, savollaysiz. O'zi umuman Otabek akani men ta'lim eksperti sifatida ham bilaman. Hozir chunki Otabek aka bilan juda ko'p fikrlar almashamiz, juda ko'p men bitta narsaga qo'l qolaman. Misol uchun juda ko'p masalada hali men eshitmagan argumentlarni keltirib aytishingiz menga yoqadi-da, to'g'risi. Haligi misol uchun har xil rakurslardan qarab javob berasiz-ku, o'shanga menga yoqadi va shuning uchun ham bugungi men haligi nima deydi, podkast bo'lishidan oldin men qanaqa o'tishini oldindan qandaydir odam his qiladi-yu. Bugungi soni ham men juda zo'r bo'ladi o'ylayman-da, chunki mana Isroil aka, Otabek aka ta'lim sifati deyapmiz-ku. Ta'lim sifati bu juda ko'p marta aytiladigan gapda, hamma joyda aytiladi. Selektorlarda ham, majlislarda ham, hamma joyda ta'lim sifati. Lekin aslida ta'lim sifati deganda o'zi bu nima bu ta'lim sifati? Misol uchun hozir to'g'ridan to'g'ri kimgadir savol bersangiz, ta'lim sifati nima deb savol bersangiz, hamma har xil javob beradi-da. Lekin u qanchalik to'g'ri? Shuning uchun sizning nazaringizda ta'lim sifati o'zi bu nima? Mana shuni bitta hammaga tushunarli tilda ochib bersangiz juda zo'r bo'lardi. Bu savolga qisqa javob berishim mumkin, batafsilroq javob berishim mumkin. Keyin qisqa javobdan boshlaylik. Ta'lim sifati deganda shaxsan o'zim, masalan, bilim, masalan, oddiy ko'chadagi o'qituvchiga, ota-onaga o'quvchidan ta'lim sifatini so'rasangiz, birinchi navbatda bilimni aytishadi. O'quvchi qancha narsani bilishi deb aytishadi. Men uchun bilim ta'lim sifati kategoriyasiga kiradi, lekin birinchida emas. Kuchli 5likni yakunlab beradigan ro'yxatda. Masalan, ya'ni maktab bolaga bilim berishi bu uning asosiy vazifasi emas. Asosiy vazifasi maktab bolaga o'sha bilimni ola olishiga, bilimni qabul qila olishiga muhit yaratish kerak. Bolani o'shanga tayyorlash kerakda, bilim o'sha muhit yaratish jarayonidagi hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulot hisoblanishi kerak. Ya'ni bola nimani bilishi kerak? Bola qanday fikrlashni, nimani fikrlashni emas, qanday fikrlashni, aynan ma'lumotlarni qanday o'rganishni, o'rgangan ma'lumotlarni miyasida qanday qabul qilishni va qayta ishlashni, o'rgangan ma'lumotlarni bir-biriga, masalan, fizikadan bitta ma'lumotni o'rgandingizda, kimyodan bitta ma'lumotni o'rgandingiz, miya o'sha ikkita ma'lumot har xil darslarda, har xil ustozlar o'rgatgan ikkita ma'lumotni sintez qilib bilish kerak. O'sha jarayonlarni bolaning qanchalik qila olishi bu ta'lim sifatiga bog'liq. Ya'ni o'sha agar bola o'sha ishni qila oladigan bo'lsa, ta'lim sifatli bo'lgan. Agar o'sha bola o'sha ishni qila oladigan bo'lsa, bolaning bilimi o'sha bolada o'sha qobiliyatlarni paydo qilish jarayonidagi amallar bor. Uni birdaniga osmondan tushib paydo bo'lib qolmaydi. U qanaqadir matematika yordamida, o'sha fizika yordamida, ona tili adabiyot yordamida hosil qilinadi. O'sha jarayonda bola yo'l-yo'lakay bilim oladi. Va bu jarayon agar boshida to'g'ri qabul yo'lga qo'yilgan bo'lsa, maktabda, boshlang'ich maktab, yuqori hammasida to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bu jarayon umrbod ketishi kerak. Shu narsani o'qituvchilarimiz his qiladimi? O'qituvchilar shu sharoit yaratish va hokazolarni aytyapsiz mana. Qarang, his qilmaydi desam yolg'on bo'ladi. Lekin hozir qandaydir bir oraliqda, ya'ni o'qituvchilar bir
xayol aytadi, bir xonada ketadi. Masalan, bitta o'qituvchiga qarasangiz ham, u yaxshi o'qituvchi bo'lgisi kelyapti va tirik qolgisi kelyapti. Ya'ni o'sha tizimda ishlab qolgisi kelyapti. Yaxshi o'qituvchi bo'lgisi kelgan qismi o'sha qismni rivojlantirishga harakat qiladi. Bola o'z ustida ishlashi, bolaning ustida ishlashi, bolaning fikrlashi bu qiyin. Bu o'qituvchidan mehnat talab qiladigan narsa. Ikkinchi qismi boyagi tirik qolishni istaydigan, uyida bola chaqasiga birdan non olib borishni istaydigan qismi endi u yog'ida juda ham emas. Bu darsni bitta o'tib olsamda o'sha oylikni osonroq yo'lga ketadi. Endi qaysi o'qituvchi yengayapti, o'sha odamning qaysi qismi, qaysi yarmi yengayapti? Agar siz aytgan savolga javob o'shanga bog'liqda. Endi qarang, Otabek. Misol uchun deylik, boshlang'ich sinfda ta'lim sifatini yaxshi qo'ydi, o'qituvchi yaxshi shakllantirib berdi. Yuqori sinfga chiqqanda siz aytgandek, nima deydi, yaxshi emas o'qituvchiga, endi deylik, shunaqa o'qituvchiga ro'para kelib qoldi. Bola aynib ketyapti misol. Yoki teskarisi deylik. Boshlang'ich sinfda o'rtamiyona o'qituvchiga tushdi. Siz aytgandek his qilmadi. Faqat u yodlatish deb his qildi. O'qitish ekanlik. O'qitish bu yodlatish. Faqat ya'ni siz o'ylagan darajada siz hozir keng narsani aytyapsiz. Tanqidiy fikrlash, umuman o'zi ustida bola fikr yuritish orqali bilim berish kerak. To'g'ri. Bilim olish kerak deyapsiz. To'g'ri. Va asosiy o'qituvchilar odatda xuddi haligi attestatsiyaga tayinlaganda, testga tayinlaganda his qiladi-da. Ya'ni vazifasi shunday. Endi yuqori sinfga chiqqanda shu boshlang'ichdagi kemtikni to'ldirishi mumkinmi? Yoki u boshlang'ich qanday bilim berilsa, yuqoriga ham o'zi 11-sinfgacha shunday ketishga majbur bo'ladimi? Yo'q, hech qachon kechmas. Faqat qiyinroq, osonroq bo'lishi mumkin. Masalan, integratsiyani qanday ta'minlash kerak shunda? Idealda o'sha hammasi ulanib ketgan yaxshi. Qancha bir-biriga moslashish ulanib ketgan bo'lsa, yaxshi, lekin masalan, hozir aytgandek, siz aytgan narsani keyin ham xohlagan vaqtda qilsa bo'ladi. Faqat orada qancha ochilib ketsa, o'sha masalan keyinga kelgan o'qituvchi ulab ketishda qanchalik jallik paydo bo'lgan bo'lsa, bolani keyin yana bilimga qaytarib olish faqat qiyinroq bo'ladi. Faqat ko'proq mehnat, ko'proq vaqt, ko'proq e'tibor talab qiladi, lekin qaytarsa bo'ladi. Qarang, shu joyda agar savolingizga javob berishim uchun baribir ba'zi ma'lumotlarni berib ketishim kerak-da. Shu ma'lumotni hozir berib ketdik. Qarang, ta'lim nima o'zi? Ta'lim qanday jarayondan tashkil topadi? Ta'lim 3 ta yo'nalishda olib borilishi kerak. Bular behaviorizm, kognitivizm va konstruktivizm degan. Behaviorizm nima? Behaviorizm bu o'quvchining odati. Ya'ni o'quvchi to'g'ri odatlarga o'rganishi kerak. Masalan, nimani aytgan bo'lardim? Kitob o'qish odati, o'quvchining darsda qatnashish, darsga uyga vaqtida tayyorlab kelish odati, darsga o'zining munosabat qilish odati, o'shalarni to'g'ri tashkil qilish kerak. Bunda buzilish holatini aytaman. Men o'quvchilarimga, birinchi kelgan o'quvchilarimga birinchi darsda kiramanda doskaga o'rtacha bu bolalar ishlab biladigan, lekin ozgina siri bor bo'lgan misol tashlaymanda, keyin bolalarga aytaman. Bolalar qani, misolning javobi qaysi? Bilasizmi nima boshlanadi? A, B, S, Y, D javob yo'q, javob bor. Boshqa nima bo'lyapti? Nimaga? Bu to'g'rimi bu jarayon? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Bu behaviorizm buzilishi. Nima bo'lgan? Maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi dars chiroyli bo'lishi, bolalar darsga qiziqishi uchun kim birinchi topadi degan o'yin bor. Kim birinchi savolga javob beradi? Tezkorlik. Boshqa o'sha birinchi savolga javob beradigan odamga rag'batlantirganda, masalan, siz tasavvur qiling, kuchli o'quvchisiz, savol berildi, siz javobni ishlab boshladingiz, siz ana u tavakkal qiladigan o'quvchiga baribir yeta olmaysiz. U bir senlik yeshdi deb o'ylaysiz. Tavakkal ba'zi tezkor o'quvchi bo'ladi. Tezkor o'quvchi, qarang, bitta har savolga xil javoblarni aytib tashlaydi, qaysi birida to'g'ri chiqadi-da. O'rtacha savolga 20 soniya, 10 soniya vaqt ketadi. Lekin bitta javobni xayoldan aytish uchun 1 soniya ketadi. Siz xohlagan hozir sizga bir ikki xonali sonni qo'shishni buyursa aytsam ham, hech bo'lmasa bir 5 sekund, 10 sekund o'ylanib olasiz. Lekin Ulug'bek xayolga kelgan bitta sonni aytishi uchun menga bir 1 soniya yetadi. Baribir o'sha tavakkalchi bola baribir yengadi. Bir marta yengildi, ikkinchi marta yengildi, uchinchi marta u ham
tavakkal qilgisi kelmaydida, ana unga yengilgisi kelmaydi, ana unga qo'shiladi. Poygaga Poygaga qo'shiladi. U ham xayoliga kelgan birinchi gapni aytishni boshlaydi. Birinchi qiladigan ishim bo'ladi, bolalarni to'xtatib, to'xtanglar bola, to'xtaymiz. Nimaga a? Sen a deding, nimaga a? Sen b deding, nimaga b? Menga izoh bering, tushuntiring. Men unga odatini boshlab olishim kerak o'zimga. To'g'rilashim kerak. Demak, birinchi behaviyorizm. Ikkinchi kognitivizm. Bunda bola fikrlab biladimi? Bola berilgan narsani, masalan, o'qituvchisizlar qancha foiz bola biror narsani bersangiz, o'sha materialning ustida, bergan savolingiz ustida miyasini ishlatib, o'ylab biladi. O'ylanib biladi. Bola qancha uni tasavvur qilib biladi. Aslida eng muhimi shu. Eng muhimi shu, bolani tasavvur qilishga, miya bir o'ylatishga o'rgatish kerak. Bola o'sha berilgan narsani miyasida tushunish kerak. Hozir men kitoblarim bor dedingiz, maktabgacha bo'lgan yoshdagilar uchun, 1-sinf uchun, 2-sinf uchun kitoblar, yoshdagilar uchun ham bog'cha yoshdagi uchun ham qilganman. Matematika. Matematika. Unda nimaga moslashtirilgan? Bunda misol uchun qo'shish nima? Qo'shinni ko'paytirishga o'tamiz. Qo'shish nima, ayirish nima? Masalan, ayirishni qanday tushuntirganman? U yerda 5 ta, 10 ta olma turadi, 10 - 3. 10 ta olma turibdi. Ruchkani oling, topshiriq berilgan. Ruchkani oling, 10 - 3 deyilgan. Demak, 3 tasini o'chiring ruchka bilan. 3 tasini ustiga chizingda, ustiga chizilmay qolganini toping. Ya'ni bola ayirishni mohiyati. 10 dan 3 ni ayirgan 7 ekanini o'rganmaydi, 10 dan 3 ni ayirgan 7 ekanini tushunadi. Bu osonroqda, mana misol uchun aytaylik, 2 kere 2 to'rligini shunchaki yodlab aytgandan ko'ra nima uchun 2 kere 2 to'r chiqishini anaqa qilish kerak edi, to'g'rimi? Nima uchun qiyinroq? Endi Ancha qarang. qiyin, juda qiyin. Xuddi shu metodingiz o'zimizni boshlanishdagi metodda qanday o'rgatiladi? Hech qiziqib ko'rganmisiz? Sal keyinroq javob bersam bo'ladimi? Shu anavilarga hozirgi buziladida. Demak, qarang, behaviorizmning yana bitta buzilish holatini aytaman. Tomoshabinlar ham uyda bir eksperiment o'tkazib ko'rsin. Hozir bitta savol beraman. Bu savol 2-sinf o'quvchisi uchun mo'ljallangan savol, lekin shu savolni 7-chi, 8-chi, hattoki 10-sinf o'quvchisiga berib qo'yishingiz ham mumkin. Masalan, mana Isroil aka, qarang. Menda 10 ta olma bor. Mening olmalarim siznikidan 3 ta ko'proq. Sizda nechta olma bor? Bu savolga o'quvchilar qaysi javobni beradi deb o'ylaysiz? 7 deydi. Mening 7 demaydi. 7 demaydi. Sababi men buni vir va mayna effekti deb aytaman. Nimaga? Vir va mayna deganimiz bu qurilishda ishlatiladigan yuqorida o'tirgan kranchilar, vira tushir, mayna tushir degan buyruq nimaga ishlatiladi? Yuqorida kranchi o'tiribdi, tasavvur qiling, 100 metr balandlikda kranchi o'tiribdi, pastdagi taraqa turuqni eshitmaydi. Unga hamma gapni tinglab olish ehtimoli yo'q. U qulog'ini vira mayna degan o'sha bir 3-4 ta signal so'z bor. 3-4 ta signal so'zga quloqini moslagan. O'shani tinglab o'tiradi, diqqatini o'shanga qaratadi. Odamlar bir-biriga qichirgani, boshqa qilgani talaqa turuqi bilan ishi yo'q. Virada ishilib qolsa ko'taradi, mayna ishilib qolsa tushiradi. O'quvchiga nima aloqasi bor? O'quvchiga ham biz kranchiga aylantirib qo'yibmiz. Ko'p, kam, marta ko'p, marta kam. Oldi, berdi degan so'zlarga o'quvchiga e'tiborni qaratganmiz. Men hozir ko'p dedim. Menda 10 ta olma bor. Mening olmam siznikidan 3 ta ko'p dedim. Sizda qancha olma bor deb o'sha bu 2-sinf o'quvchisi, 1-2-sinf o'quvchisi misoli, siz shu savolni 9-sinf bolaga berib ko'ring. Ularda ham hattoki 9-sinfda ham 13 degan o'quvchi juda ko'p topiladi. O'sha kranchiga aylanib qolgan bolalar. Chunki 3 ta ko'p deyapti-da. 3 ta ko'p deyapti. Bu yerda nima bo'lyapti? Yo'q. Siz to'g'ri aytdingiz. Siz to'g'ri aytdingiz. Siz sababi matematikasiz, siz kranch emassiz. Men ham o'zi ko'p desa, xuddi hali shablon o'rgatamizda. Ya'ni ko'p desa, demak, ayirasan. Haligi 10 ga 3 qo'shish kerak deb o'ylaydi-da. Marta desa ko'paytirasan. O'ylamasdan ko'paytiraver. O'ylamasdan ana o'sha javob kerak. O'sha bu xato. Bu xato. Ya'ni bunda kognitivizm buzilyapti. Bolaning miyasida noto'g'ri jarayon vujudga kelyapti. Shablonga moslash. Shablonga boshlash, bola robotga aylanib qolyapti. Agar vaqtimizga to'g'ri kelsa, shu joyda ham yana bitta tarix bor. Aytib ketaman. Qarang, men
taxminan bu 2017-yillar, 2015-yillar voqeasi bo'lsa kerak, rayondan menga 4-sinflarga tumanda olimpiada o'tkazish topshirildi. Men rayon bo'yicha mas'ul edim. Olimpiada o'tkazish topshirildi. Siz rayonada ham ishlagansiz? Ko'p joylarda. Rayondan mas'ul edim, topshirishdida men bitta Bahodir aka Kenjayev degan zo'r o'qituvchimiz bor. Menga o'sha o'qituvchi menga savol olib kelib berish kerak. Savollarni olib kelib berdi. Bitta savolni qarayapman. Savol esimda yo'q. Tushunishim uchun sizga xayolimga kelgan sonni qo'yib aytaman. 168 bo'lingan x teng 12 degan savol. Yo'q, bu yerda x emas, 2x edi. 168 bo'lingan 2x teng 12 degan savol. Bu har yili o'quvchilarga beriladigan savol. O'quvchilarning 85-90% bu savolni ishlab biladi. Bu tuman miqyosidagi olimpiada uchun oson misol. Ustozni chaqirdim. Ustoz, mana shu misol tuman bosqichi uchun oson misol. Bu misolni almashtirib bering. Endi aynan bu misolni tushungandirsiz, misollarni almashtirib oldim. U yo'q dedi, almashtirish shart emas. Yo'q, ustoz, iltimos almashtirib bering. Bitta o'ylanib turdi-da, to'xtang, olib kelin bu yoqqa dedi. O'sha 168 bo'lingan 2x teng dedi-da, 12 turibdi-yu. 12 ning o'rniga 4 plus 8 dedi. Bering. Sizdan battar kuldim. O'sha vaziyat, ustoz nima qildingiz? Bu nimani o'zgartirdingiz? Zato savol olmoqchi deyapti. Hech nima savol. Otabek dedi, bering, gaplashamiz siz bilan. Imtihondan keyin menga natijasini ayting, gaplashamiz. O'shani berib yubordik. Chiqdi. Men o'sha aynan o'sha o'qituvchi bilan, ustoz bilan suhbatim esimda qolgan. O'sha savolning natijasini izlayapman. Ishonmaysiz, yarmidan sal ko'pi to'g'ri javob berdi. Boyagi birinchi savolga 90% o'quvchi to'g'ri javob berardi. Mana bu 12 ning o'rniga 4 plus 8 turibdi. O'quvchilarning 60%, 40% yo'qolib ketdi. Qayoqqadir. Shuncha ozgina o'zgartirgan. Ko'ryapsizmi? Shunchalik yod olishga anaqa bo'lganki. Nima bo'ldi desam, o'quvchilar dedi, kompyuter dedi. Bitta komediya bor, anekdot bor, bitta uzr. Xullas, bitta o'quvchi matematikadan imtihonga tayyorlangan, u x kvadrat, y kvadratga formulaga tayyorlanganda. Keyin imtihonga kirsa a kvadrat minus b kvadrat chiqqan. Ishonmay chiqqan. Ishonmay chiqqan, u x kvadrat y kvadratga. Yo'q, bor gap. Endi nima bo'ldi desam, u jarayonda bu kompyuter dedi. Bolaning miyasiga dedi, programma tuzyapti o'qituvchilar dedi. Programma tuzgan vaqtda qara deb aytadi. 168 bo'lingan nechidir x nimadir bo'lingan nechidir x teng nimadir chiqsa, buning oldida turgan sonni avval orqasida turgan songa bo'lasan, keyin x ning oldida turgan songa bo'lasan deb o'rgatiladi bolaga dedi. Men 4 plus 8 dedim, programma buzildi dedi. Programma buzildi. Joylashuv o'zgarib qoldi. Bolaning miyasida o'sha kognitivizm buzildi. Bola misolni noto'g'ri usulda ishlashni o'rgandi. O'sha noto'g'ri usulda ishlashni o'rgangandan keyin unga eng kichik shamol, eng kichik anoyi ham uni yo'nalishdan chiqarib yuboryapti. O'sha bu miyaning ishlashi. Hozir shuning uchun o'sha voqeadan keyin ota-onalar mening o'g'lim kompyuter deb maqtab kelsa, men bu bolani haqorat qilayotganday qulog'imga eshitiladi. O'sha bu bola kompyuterga aylanib qolgan, unga miyasiga programma tuzilgan, A bilan B kiritish tuzilgan, unga S ni kiritib yuborsangiz, programma ishdan chiqadi, kompyuter ishlamay отказ beradi deyapti. Bu ikkinchi yo'nalish, hozir kognitivizm dedik, bolaning miyasida nima hosil bo'lishi. Uchinchi yo'nalish bu konstruktivizm. Ya'ni bola o'zi nimani o'rganib biladi. Siz Mustaqilmi? Mustaqil. Hech nima yordamsiz, masalan, bolaga yangi bitta mavzuni berdingiz, hech qachon siz unga o'rgatmagansiz, qancha mavzuni o'rganib biladi. Bola o'zi biror narsani o'rgana oladimi? Ya to'xtang, men bola dedim. Kattalarimiz qanchalik konstruktivizmga moslashgan bizda. Endi chunki o'sha shu ta'lim tizimida o'qigan. Shundan chiqqan. Masalan, hozir necha foiz o'qituvchimiz, necha foiz hatto universitetdagi o'qituvchilarga yangi bitta fanni, yangi bitta bir yo'nalishni berib qolsangiz, unga moslasha oladi. Unga kirib keta oladi. Majbur bo'lsa moslashadi. Yo'q, majbur o'zi xohlab. Majbur bo'lganlarni ko'ryapman. Moslashish ehtimoli juda past bo'lyapti. Ko'pchiligi moslashyapti, bolani 45 minut ushlab o'tirishga, o'sha 80 minut ushlab o'tirishga moslashyapti. Undan u yo'g'iga haqiqatan mavzuning ichiga kirishga moslashish darajasi juda past. Bu hozir qarang, hozir mana hozir Otabek akani fikrlaridan shuni bilyapmanki, O'zbekistonda ta'lim sohasi haqida gapiryapmiz-ku. Juda katta foizi xuddi mana shu 3 ta narsa buzilganda, hammasida buzilgan. Qarang, ta'limning tasavvur qiling. Asosiy ustunlari ustuni bor. O'sha 3 ta ustun ham
buzuq. Ha. Endi Va shuning uchun pizzada biz oxirgi o'rinda olganmiz deb o'ylaysizmi? yo'q, pizzada nimaning evaziga oxirgi o'rindan yuqoriga ko'tarilmoqchi edik? Endi pizza ham xuddi shu narsalarni so'raydi-ku, misol uchun Ha. o'sha olgan bilimini amaliyotda qo'llashi. Depanda mantiqiy tasavvurini ishga solayotgan misollar. Ha, o'sha aynan o'shanga Shunga moslashgan. biz tayyor emasmiz. Tayyor? Bizlarimizni tayyorlaganmiz. Tayyorlanmaganmiz? Balki endi tayyorlayotganimiz. Biz tayyorlayapmiz, mana qanaqa tayyorlayapmiz? Biz o'sha pizzada tushadigan testlarni yana mashq qildiryapmiz-da. Ha, o'sha Yana xuddi yana haligi. o'sha yodlashga ketyapti. Yana Ha. kognitivizm bo'lish kerak, yana behaviorizm tayyorlash kerak, yana o'sha konstruktivizm tayyorlanish kerak. Biz uchalasidan voz kechyapmiz-da, boshqa o'zimizning sun'iy ustunlarimizni yaratyapmiz. Yodlash, o'sha qayta-qayta bir narsani qilish, bu ditimidan qolib ketgan bizdan yomon anovimiz, odatimiz. O'shani qayta-qayta ishlatyapmiz. Ya'ni bitta ruscha grabля deyishadi, bitta anovga qayta-qayta tushyapmiz-da, bitta yo'ldagi bitta simyog'ochga boshimizda qayta-qayta borib uryapmiz. Chunki osonroq yo'lini shuni ko'ryapti-da, misol uchun. Oson yo'l emas. Bu oson yo'l bo'lmayapti. Bu biz biladigan yagona yo'l bo'lyapti. Ha. Oson emas. olmayotgandirmiz, bilsak ham boshqantani olmayotgandirmiz. Boshqa yo'l. Balkim. Endi qarang, buni ham bitta sababini hozir menimcha tushunib qoldimki, balki buni bu tizimda yuzaga kelgani sababi, asosiy sababi bu o'sha DTMdadir ayb. DTMning testlaridadir. Balki bizni oliy o'quv yurtiga saralab olish uchun mo'ljallangan testlar, yodlashga asoslangan testlar. Shuning uchun biz bolalikdanoq o'sha testlarga tayyorlashga mo'ljallab qolgandik. Yaraning ustiga shundoq bosdingiz. Endi qarang, ikkinchi savol sizga. To'xtang, shunga javob berib olsam. Yo'q, bu tushundim o'zi gapidan va meni gapim to'g'ri. Demak. Va uni chuqurlashga ketamiz ekan, o'tsak. Endi keyingi savol. Mana siz hozir mana Xorazm prezident maktabiga necha foiz o'quvchingiz o'qiydi? Siz tayyorlagan o'quvchilar? 20 ta atrofida o'quvchi. 20 dan oshiq, ya'ni 168 ta o'quvchi jami. Ha, 20 dan oshig'i siz 20 tayyorlagan o'quvchi. o'quvchi. Xorazmda nima monopoliya o'rnatdi. Prezident maktabiga tayyorlash bo'yicha. Va Toshkentda. Men bir ikkita, uchta aytamki. Endi qarang. Endi qarang, shu joyda prezident maktabiga bir necha yildan beri tayyorlangan va shu bo'yicha kitoblar yozgan. Ustoz sifatida fikringizda prezident maktabiga tayyorlanayotgan bolalarni fikrlashi siz o'ylagandek darajada idealga o'tyaptimi? Ya'ni uni fikrlash 3-4 sinfda aynan prezident maktabiga tayyorlanyapti-da. Bir tomondan men shuni yaxshi ham deyman-da, chunki men o'zimda bolamni shunga tayyorlagan ish paytida undagi o'sishni ko'rdim-da. Ya'ni u bizni ta'lim tizimimizda, bizni matematikamizda uchramaydigan yo'nalishdan, ya'ni tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash bo'yicha tayyorlandi-da. Istaydimi yo'qmi, majbur tayyorlandi va bu bolalarni fikrlashini o'zidan o'zi o'stirdi. Bu mana shu tomonda men prezident maktabiga nima deydi, tan beraman. Ya'ni shuni ijobiy tarafini shunaqa deb o'ylaysizmi siz ham? Gapingiz to'ppa-to'g'ri. Qarang, men uchun ham eng ma'qul bo'lgan narsa, bolalar maktabda o'qiyotganida hech qanday o'sha hech nima o'zgarmayotganda, hamma narsa davom etayotganda, prezident maktabi ochildi, zo'r sharoitlar yaratildi, bolalarga qandaydir harakat qilish uchun qo'shimcha motivatsiya yaratildi. Buning o'zi zo'r plus. Uji plus. Endi ustiga o'shanga shunaqa zo'r imtihonlar qo'yildi. Menga Cambridge sistemasi o'sha ular o'zlari savolni tuzib kelishi juda zo'r ma'qul bo'ldi. Sababi bizning sistemamiz bilan ichki ta'lim tizimimizda ularning ishi yo'q. Ular o'zlarining standart sinovdan o'tgan materiallarni bizga olib kelishadi. Biz o'zimizning ichki o'rgangan tizimimizda, dagmamizda qotib qolish ilojimiz yo'q. Ularning olib kelgan narsasiga moslashishimiz kerak. Ular plankani ko'tarib qo'yib berishadi. Moslashishimiz kerak. Bizda o'qituvchilar moslashish boshlashdi. Moslashishyapti. Endi hammasi deyishdan juda uzoqdaman. Masalan, juda ko'p o'quv markazlari faqat matematika tayyorlashadi, faqat bir o'sha yodlashga o'rgatishadi, faqat o'sha o'rganib qo'ygan narsasidan chiqib keta olishmaydi 70%, lekin boyagi 30% tushunadigan, tayyorlab biladigan sistemaning paydo bo'lishi juda katta plus. Hech bo'lmasa bitta ikkita o'quvchi chiqsa, o'sha o'quvchining izidan chiqadigan yana o'quvchi ham chiqadi-da.
undan tashqari o'qituvchilarni o'zgartirishga majbur bo'lyapti. Undan tashqari bu narsalar hattoki boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham bolamni prezident maktabiga tayyorla desa, u dars o'tgan vaqtda u ham o'shani moslashga majbur bo'lyapti. O'zi ham ishlaydi. O'zi ham o'shanga qiziqishga endi juda ham prezident maktabiga kirgizib tashamasa ham, hech bo'lmasa darsda o'sha sistemaga, jahon talabiga moslashga majbur bo'lishyapti. O'shanga harakat qilishyapti. Bu juda katta plus. Bundan tashqari bolalarni hozir aytganday bizning tizimimiz bilan o'sha imtihonlarga tayyorlash juda qiyin. Maktablardagi hozirgi jarayon bilan o'shanga prezident maktabi imtihoniga tayyorlash juda qiyin. Bunga qo'shimcha boyagi kognitivizmni, behaviorizmni, konstruktivizmni tushunadigan odamlar bor. Tushunadigan o'quv markazlari bor, rahbarlar bor. O'shani tashkil qilishyapti. Bolalar o'shanga moslashib olishyapti. Hozir masalan uchun menga o'quv markazim Xorazmda ishlatgan vaqtimda 3-4-sinf o'quvchilari menga kelsa, hozir ham shunaqa bo'lyapti. Bu yerda Toshkentda ham shu ahvol. 3-4-sinf o'quvchilari kelsa, 1 oy, 2 oy vaqtim menga yangi bilim berishga ketmasdi. 1 oy, 2 oy men yangi bilim berishimning keragi yo'q bolaga. Men bolani o'sha aytgan 3 narsamga o'rgataman. Birinchi, menga to'xta, menga bitta misol chiqdi. Bola A, B, C da boshlanadi yoki 2, 3, 5, 6 yoki buning javobi 6. To'xta, to'g'ri. Buning javobi 6. Qanday qilib 6 chiqding? Topding. Birinchi nima ish qilding? Ikkinchi nima ish qilding? Uchinchi nima ish qilding? Yoki boshqacha tushuntiraman, o'quvchilarga aytaman, bolalar, sizlar bitta joydan ikkinchi joyga taksida bormanglar. Ya'ni misolning berilishiga taksida o'tirib, o'zingizdan o'zingiz misolning yechilishida, javobida taksidan tushib qolmang. Ora unga ko'rmayapti. Qarasa ham taksining oynasidan bitta nazar tashlab o'tib ketyapti yechilishga. Miyasida bitta asosiy mag'zini ko'rmayapti. Mag'zini ko'rmayapti. Har bitta qadamni bitta bosib o'ting. O'sha birinchi 2 oyim oson misollarni beraman bolalarga, juda oson. Masalan, 4-sinf bolaga 2-3-sinf programmasidagi, 3-sinf bolaga 2-1-sinf darajasidagi misollarni beraman, lekin har bitta qadamni so'rayman. Undan tashqari kognitivizm. Bolalar qaranglar, mana bu misolni ishlashning 4 ta usuli yoki 6 ta usuli. Mana bu o'quvchi bittasi olib kelgan usulni doskaga yozib qo'yaman. Ikkinchi olib kelgan usulni doskaga yozib qo'yaman-da, bolalar qanday tanlaymiz? Har kim o'zingizga shularning ichidan 2 ta yoki ichida 3 tasi to'g'ri buning. 3 ta 6 ta usul yoziladi doskaga. 3 tasi to'g'ri, 3 tasi xato. Topinglar 3 tani. Qaysi xato? Ya'ni bola borib miyasini ishlatishga turli usullarni topaman-da, bola miyasini ishlatishga majbur qilaman. Ya'ni nimandir farqi yo'q. Kerak bo'lsa crossword ishlataman. Kerak bo'lsa ana u sudoku ishlataman. Kerak bo'lsa boshqa farqi yo'q nimani ishlatishingiz. Miyani ochib olish kerak birinchi 2 oyda. Boyagi konstruktivizm. Men har bitta darsda bugun ertaga, masalan uchun bugun 20-misolgacha ishladim. Ertaga 40-misolgacha yoki 30-misolgacha 10 misol ishlamoqchimanmi? Bolalar ertaga mana shu 10 ta misolni ishlab kelasizlar. Siz menga o'rgatmagansiz, to'ppa-to'g'ri. Men sizga o'rgatmaganman. Topib ishlab kelasiz. Xato qiladi, adashadi, boshqa qiladi, zo'r. Xato qilsin, adashsin, boshqa yo'llarga ketib qolsin, boshqa usullarni qo'llab ko'rsin. Yo'q. Qarang, shunaqa vaziyat bo'ldi. Bolalarga bitta o'yin qildim. Misol berildi. To'g'ri ishlaganga eng yaxshi yuqori natija 10 ball. O'yin bo'ldi-da. Bitta o'quvchi misolning javobini to'g'ri chiqarib kelgan, bitta o'quvchi xato chiqarib kelgan. To'g'ri chiqarib kelgan o'quvchiga 10 balldan 3 ball qo'ydim, xato ishlab kelgan o'quvchiga 10 balldan 7 ball qo'ydim. Nimaga? Nimasi yo'li kreativ. Xato ishlab kelgan o'quvchi nima so'ralayotganini bilgan, qanday ishlashni bilgan, mazmunini bilgan, o'shani ishlashga harakat qilgan, yo'lda bir-ikkita joyda adashgan, qoqilgan. Texnik jihatdan to'g'ri ishlab kelgan o'quvchi amallarni o'ziga javobni bilmayman qanaqa topgan, amallarni o'ziga moslab ma'nosi yo'q hisob kitoblarni yozib kelgan. O'zi tushundimi axir shu narsani? O'zi tushundi. Ya'ni bolada endi bola-ku baribir anaqa nima paydo bo'lib qolmadimi misol uchun? Men to'g'ri, xato ishlashim kerak ekan degan tushuncha hosil bo'lib qolishi mumkin-ku. Bu yerda misol uchun hozir oddiy maktabdan menda bitta ustunligi bor. Menga nechta misol ishlash chegarasi qo'yilmagan. Men shuning uchun bitta darsda 3 ta misol, masalan, maktabdagi darsda 10 ta, 15 ta misol ishlashga norma bor. Menda 2 ta, 3 ta misol ishlashga ham haqqim bor. Hattoki shunaqa darslarim bor, 1 soatda, 60 minutda bitta misol bilan chiqib ketaman.
lekin mazmunini o'sha mazmun hozir siz aytyapsiz bola xato ishlashim kerak. Yo'q, o'sha nimaga xato qildi? Bu usulning nimasi? Siz aynan qaysi nuqtalarda xato qildi? Bu aynan qaysi nuqtalarda xato qildi? Nima bo'ldi? O'sha qizil marker, ko'k marker bilan tushuntirib bersangiz, mana bu to'g'ri javob chiqarganning hamma yeri qizil marker, mana bu bitta xato chiqqanda bir ikki joyda qizil marker bor, ana u chiqqan. Bola tushunib oladi. Bu yerda masalan o'quv markazining shu joyi bor, u natijaga ishlaydi. Menga jarayon haqida qiziqmas. Haqqim bor, imkoniyatim bor. Otabek aka qarang, hozir mana Isroil aka juda bir savolni ko'tardi-ku, prezident maktablarini, plus tomonlarini sanab o'tib ketdingiz misollar bilan. Hozir mana O'zbekiston sharoitida maktabning turlari bor-da. Mana prezident maktabi bor, oddiy umumiy o'rta ta'lim maktabi bor, xususiy maktablar bor. Misol uchun ajralib ketgan. Rivojlangan davlatlarda umumiy hammasi bitta. Mana shundan kelib chiqib bitta savol bermoqchimanki, o'zi umuman hozirgi mana aytgan fikrlaringizdan o'zi maktabni, umumiy o'rta ta'lim maktabini vazifasi nima va u nima qilyapti? Maqsadi nima o'zi aslida umumiy o'rta ta'limda? Va bu prezident maktabida qanaqa ishlayapti, xususiy maktabda qanaqa ishlayapti? Ozgina mana shularda bir solishtirgan holatda. Boya savolingizga qisman javob berib bo'lganman. Boya aytganimdek, umumiy o'rta maktabning vazifasi boyaga 3 ta ustun. Bolada o'rganish uchun to'g'ri odat hosil qilish, bolada miyada fikrlashni, ya'ni fikrlash jarayonini hosil qilish va bolada kognitivizm, o'zi biror ma'lumotni o'rgana olishini hosil qilish asosiy maqsadi. Plus bilim jihatidan umumiy o'rta ta'limning maqsadi bu bolaga hayotda kerak bo'ladigan minimum bilimni berish. Hech bo'lmasa 9-sinfgacha. 9-sinfgacha bolada, misol uchun qanday tushuntiraman, bola ko'chaga chiqib turib, chaqmoq chaqqan vaqtda qo'rqib qolmasin. Yoki oddiy birovni ana videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, bitta odam to'ydami, bitta ana TikTok videosi bor. To'yda bitta joyda bitta odam simni ushlab qo'yadi, o'zi bilmasdan tok urayotganini sezadi-da, odamlar hayron qoladi, nima bo'layotganiga. Bitta oda keladi-da, akasi aka oyog'i bilan tepib tushiradi. O'shani tepib yuboradi. Odamlar so'rashyapti, bu aka nimaga o'sha odamni tepdi? Bu nima qildi? Boshqalar aytayapti, o'sha matematikani o'sha maktabdan o'qigan, tushungan odam. Odam bu tokni ushadi. Tokni ushadi, unga tok uryapti. Agar hozir uni qo'li bilan tortadigan, itiradigan bo'lsa, uni o'ziga ham tok tegadi. Botinkada charm, rezinkadan ishlangan, rezinkaga tok o'tmaydi, u botinkani ishlatdi, tok o'tmaydigan bilan u odamni tokdan uzib oldi. Uzib olgandan keyin, endi u yiqilgandan keyin unga qancha yordam kerak bo'lsa qilaveradi. O'sha joyda o'ziga, ya'ni maktabning vazifasi o'sha birlamchi bo'lgan bola odamning ko'chada hayotda yashash uchun, gapirish uchun, muloqot qilish uchun, bir oddiy voqeani tushunish uchun, masalan, kasal bo'lganda nimasi og'riyapti, nima bo'ldi, qanday jarayon bo'lyapti degan voqeani tushunish uchun minimum bilimni berish. Buni qanday, mana misol uchun Otabek aka, mana bu savolni berganimiz sababi bor. Biz o'lchovlar haqida gapiramiz-ku. Qaysidir maktabni natijasini olishimiz uchun, aytaylik, uni hayotiy bilimlari, bu hozirgi siz aytgan narsalarni qanchalik bolalarda shakllantirilganini o'lchaydigan bir tarozimiz yo'q-ku hozir bizda. Shuni misol uchun qanday o'lchaydi? Bizda mana bitta narsa, maktabni sifatini faqat oliy ta'limga kirish ko'rsatish bilan o'lchanadi. Ochig'ini-da, bu yaratilgan sharoit. Tan olamizmi, tan olmaymizmi, bizda mana shunaqa o'lchanadi. Mana shu misol uchun aytaylik, birinchi maktabda bir 80% oliy ta'limga kirgan bo'lsa, bo'ldi, u zo'r maktab. Ikkinchi maktabda aytaylik 20% kirgan bo'lsa yo 10% kirgan bo'lsa, bu sifatsiz maktab. Misol uchun-da, bo'ldi. Mana shu bitta o'lchovimiz shu-da. Siz aytayotgan narsalarning shakllanganini qanday qilib o'lchash kerak yo nimalarni taklif qilgan bo'lardingiz? Aslida rivojlangan mamlakatlarda buni o'lchash uchun o'sha ishga joylashish ko'rsatkichi, ularning o'sha institutga kirish ko'rsatkichi u bitta omil sifatida ishlatishga yaraydi. Bitta omil sifatida ishlatishga yaraydi, lekin yagona omil sifatida juda katta muammolari bor unda. O'sha menimcha sizning gapingiz to'g'ri. To'g'ri, hozir attestatsiyada ham o'sha chiqdi. O'qituvchining bilimini qanday baholash kerak? Attestatsiya o'qituvchining bilimini baholay olyaptimi? To'g'ri savol bo'lyapti, lekin bitta joyi bor. Noto'g'ri baholash tizimi bo'lgani yaxshi, baholash tizimi umuman bo'lmagandan ko'ra.
Ha. Bizda ta'lim o'quvchi, masalan, o'qituvchilarda hozir attestatsiyada muammo chiqyapti. Ko'rib turibmiz. Endi buni hal qilish tarafdorimiz. Lekin men bu muammolarga juda katta bir e'tibor bermayapman. Sababi hal qilinish kerak, to'g'ri, muammo hal qilinish kerak, lekin bu ta'lim tizimini o'sha juda ham katta hal qiluvchi ta'sir o'tkazib oladigan muammolar emas. Hal qiluvchi ta'sir o'tkazadigan muammo nimada bo'lyapti? Siz aytgan savolda bo'lyapti. Ya'ni o'quvchilarning bilimini baholash bizda tarozimiz yo'q. Buzuq ham emas. Yo'q, umuman yo'q. Buzuq bo'lsa ham mayli. Buzuq bo'lsa ham mayli edi, buzuq bo'lsa ham endi u keyingi bosqich edi. Keyingi bosqich bu tarozimizni mana bu joylari buzuq derdim. Tarozimiz yo'q. Masalan, men o'zim 15 yil, 18 yillab maktabda ishlagan bo'lsam, solmayman o'quvchilarga bir bilimini so'rab, bilimini qilib borganimiz. Va ishoning, hozir mana maktab tizimi, davlat maktablari bor, to'g'rimi? Lekin yana yonida xususiy maktablar, xususiy ta'limlar bor, boshqalar bor. Nimaga xususiy ta'lim ham bizda orqada oqsayapti? Sababi mana shu tarozi yo'qligi. Ular ham nimani o'qitish kerakligi haqida tasavvur yo'q. Ularda ham o'qish yo'q. Shuning uchun odamlarga yoqadigan narsalarni olib kelishyapti-da, ularda hech qanday bir asos yo'q, faqat ko'zga, quloqqa chiroyli eshitadigan tarozilarni, kosmetik taomlarni o'rnatib tashlashyapti. Sharoitlarni o'rnatib tashlashyapti. Bu aniq bir bermayapti. Bitta ishlab chiqarishni siz tasavvur qiling. Misol uchun bitta ko'rsatkichi ertalab soat 8 dan 5 gacha biz shug'ullanamiz deydi. Bitta ko'rsatkich bu. 3 mahal ovqati bor. Bo'ldi, bu ham bitta ko'rsatkich misol uchun-da. Boshqa u ta'lim sifatiga aloqasi bo'lmagan ko'rsatkichlar yoki to'g'ridan to'g'ri emas, bilvosita aloqa qilish kerak bo'lgan. Masalan, siz aytgan 9 dan 5 gacha olib o'tirish to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi. U o'sha jarayon to'g'ri tashkil qilinsa, to'g'ri ta'sir qiladi. Yaxshi ta'sir qiladi. U ikkilamchi narsa. Bizda o'sha yo'q. Ya'ni tarozining yo'qligi uchun hamma joy buzuq. O'sha ishlab chiqarishni tasavvur qiling. Sizga sifat, masalan, ruchka ishlab chiqaryapsiz-da yoki stakan ishlab chiqaryapsiz-da, sifat qanaqa bo'lishi haqida hech kimda tasavvur yo'q. Hech kim kelgan stakanlarning sifatini bitta qarab ko'rishga anavi yo'q. Vazirlik aytayapti-ku, mana hozir Isroil aka, uzr, shundan keyin anaqa qilaveramiz. Vazirlik aytayapti-ku, bizda tarozi bor, mana yangi baholash tizimini joriy qildik. Deb misol uchun shuni tarozi sifatida ko'rsatyapti-ku. Siz nima deysiz? BSB-CSBlarga. Qarang, bu BSB-CSB tarozi emas, BSB-CSB qog'oz belgisidan boshqa hech nimani o'zgartirmadi. Sababi BSB-CSB o'qituvchining qo'lida, maktabning qo'lida, rayonining qo'lida. Baribir. O'qituvchi baribir oxirgi bahoni, oxirgi natijani o'qituvchi qo'yib beryapti. O'qituvchi xohlagan baho o'quvchiga qo'yilyapti. Baribir o'qituvchining qo'lida. Men qachon bu tizimni tan olaman, o'qituvchi ham, rayoni ham, direktorlari ham, ota-onalar ham hech kim natijaga ta'sir qilish uchun imkoniyatga ega bo'lmasa. Hech kim, masalan, prezident maktabining imkoniyatini, natijasini tan olaman, sababi hech kimning natijaga ta'sir qilish imkoniyati yo'q. U oxirgacha natija bolalar to'liq nazoratda qilinadi, o'sha olib chiqiladi. Juda zo'r narsa. Men o'shandagi natijalarga, ya'ni bolalar o'zining bilimini ko'rib olyapti. Zo'rman degan bolalar yomon natija bilan chiqyapti. Bolamni o'qitishim kerak deyapti. Zo'r deganlar o'sha prezident maktabiga lider deganlar kira olmay qolyapti. Nimaga lider ekanini kira olmay qolyapti? Masalan, o'quv markazlari juda zo'rman deb, bolangiz lider, bolangiz dunyoda eng zo'ri deb tayyorlayapti, prezident maktabiga kirmay qolyapti. Bular o'lchayapti. Qanaqadir o'lchay. Siz 3-4 marta Telegram kanallaringizda savol berdingiz. Nimaga o'quv markazlar anodan maktablardan ko'ra sifatliroq ishlayapti? Bittagina sabab, natijaga javob berishyapti. Natija qanday bo'lsa natijaga javob berishyapti. Natijaga javobgar bo'lish, ular ham qarang 100% emas. Natijaga javob berish imkoniyati ham juda kam. Buzuq. Lekin o'sha buzuq ham qanaqadir yordam beryapti-da. Boya aytgandek, buzuq tarozi ham yo'q tarozidan yaxshi bo'lyapti. Buzuq omil ham yo'q omildan yaxshi bo'lyapti. Qanaqadir o'lchash imkoniyati paydo bo'lyapti. Prezident maktabiga necha o'quvchi kirganini sanash imkoniyati endi 3-4-sinf bolalar uchun o'lchov bor deb o'ylaylik, Misol lekin siz aytganda 5-11-sinfgacha demak o'lchovimiz yo'q-da, bunda chiqyapti. IELTS, SAT
Ha, u ham bor to'g'ri. O'sha Lekin paydo u ham bo'lyapti. fan bo'yicha U ham fan bo'yicha. O'shanga hozir siz abituriyent ko'chaga chiqingda, abituriyent tayyorlaydigan o'quv markaziga boring, keyin SAT yoki IELTS tayyorlaydigan o'quv markaziga boringda, prosta atmosferani ko'ring. Demak, Prosta muhitni ko'ring. Xulosa Juda shundaki, katta farq bo'lyapti. Xulosa shundaki, bizni o'zimizni o'lchovimiz yo'q. O'zimizni Siz hozir o'lchovimiz sanagan barcha o'lchovlaringiz chet elda Chet elning o'lchovlarni o'lchovlari. gapirasiz. Prezident maktabini ham, Payqayapsizmi? Qayerda o'lchov kiritsak, qayerda tarozi kiritsak, rivojlanish bo'lyapti. Lekin aylanib o'tishlar ham bo'lyapti. Mana Endi- bir sabab kirib, sababni Yana aytaman. bilan kiritdik. Yana aytaman, buzuq. Menga hech bo'lmasa buzuqni yaratib beringlar, keyin asta-asta o'shani to'g'rilaylik. Men misol uchun BSBda, CSBda xabaringiz bor, qarshi bo'ldim, tanqid qildim, boshqa qildim, lekin o'shaning yaratilishiga men qo'shildim. Yaratilishi kerak edi. Umuman kerak yo'q edi. bo'lgandan ko'ra. O'zi haqiqatan ham kerakda. Mana Otabek, endi- misol uchun Xorazmlik bola bilan Farg'onalik bolani bilimini bir o'lchovda o'lchash bu zaruriyat. Endigi masala, Shart. endigi men tanqid edi. qiladigan, harakat qiladigan natija o'shani direktor, o'qituvchi, o'quvchi, ota-ona, rayona mudir aralasha olmaydigan, hech kim tushunmaydigan tizimga o'tkazish. Ya'ni bola prosta borsin, nima natija olsa, o'sha natijasini olsin-da chiqib ketsin. Yo'q, unaqa desangiz, misol uchun Finlandiyada o'qituvchini o'zi hal qiladi-ku. Misol uchun u ham zo'r rivojlangan davlat. Unda qanaqa ishonch, o'qituvchiga shunchaki ishonishadi. Natijaga ham o'qituvchi javobgar o'zi, rayonov hech kim aralashmaydi. O'sha natijasini U yerda ham lekin bor. qanday bo'lsa shundaycha U yerda ham- ko'rsatishadi. U yerda ham imtihonlar bor, lekin faqat to'g'ri bizda mesela bir marta, ikki marta olinadigan imtihonlar u yoqda ham bor. Siz juda ham imtihon bo'lmaydigan sharoit emas birinchidan. Ikkinchidan, ularda o'qituvchi uchun bitta maktabda yaratilgan har bitta sinf xonasida 15 tagacha 20 dan ortiq bo'lmagan o'quvchi plus har bitta sinf xonasida ikkita o'qituvchi. Bitta asosiy o'qituvchi, bitta yordamchi o'qituvchi. Va magistrlar. Va maktabning o'zida o'shani tekshirish imkoniyati. Menga o'sha imkoniyatni bering. Menga ikkita bir sinfga 15 ta o'quvchi qo'ying. Menga ikkita yordamchi bitta o'qituvchini sinfdan to'riga o'tkazib qo'ying. Qaysi o'sha Kanadadagimi, Finlandiyadagi Farhod akaning adashmasam kanalda o'qidim. Kanada? Yo'q, Finlandiyada qaysi bittasi? O'shaning anavda o'qidim kanalda. Qizi avval o'g'li yosh maktabga borganda, darsda ishlab o'tirganda, bittasida xayoli ketib qolib, daftarning chetiga rasm chizib o'tirgan. Darsning ichida bir qanaqadir xayoli ketib qolgan, rasm chizib o'tirgan, yonida ketayotgan o'qituvchi ko'rib qolganda rasm chizib o'tirganini borib rangli qalam bilan oldiga oq qog'oz chap ketgan. Ya'ni hozir sen darsda charchading, men seni keyin o'zim yetkazib olaman. Bu darsda shu bilan shug'ullanib tur. Uyga kelib turib, qiziga o'sha opasiga o'sha gapni aytsa, opasi dedimi, singlisi dedimi? O'sha ham borganda, u ham borib, o'sha ishni qilib ko'rdim deyapti. U ham o'sha daftarning chetiga bitta rasm chizib o'tirganini ko'rsa, u o'qituvchi ham, boyaga boshqa o'qituvchi ham o'sha borib turib, yana o'sha harakat, rangli qalam olib, qog'oz olib, bolaga tashlab ketyapti deyapti. Nimaga imkoniyati bor? 10 ta 15 ta o'quvchi, 2 ta o'qituvchi qolib ketgan bola bilan, boshqa bilan ishlashga unga to'liq imkoniyat bor. Bu xuddi kursdagi vaziyatni yaratib olishga imkoniyat. Siz u bilan bizning 40 ta o'quvchi bitta sinfda o'tirgan tizimimizni solishtirishga umuman hali o'sha harakatni O'zbekistondan qilib ko'rsa, nima qilib o'tiribsan? Qarang mana, misol uchun mana bitta o'quvchini ota-onasi deylik yaxshiroq maktabga bermoqchi va u tanlaydi o'sha tumanidagi yoki deylik Toshkent shahridagi maktabga va birinchi e'tiborga kelyaptiki, hozirgi kunda u ko'zga tashlanyapti shu gaplar. Ya'ni davlat maktabidan ko'ra men xususiy maktabga beraman va shunda meni ko'nglim tinchiydi. Chunki men uni keyin даже xususiy maktablarda ham solishtirish boshlandiki, buni puli 3 million ekan, buni puli 5 million ekan. Demak 5 millionlik xususiy maktab yaxshi o'qitadi degan, ya'ni qancha qimmat maktabga bersak, shuncha biz yaxshi maktabga bergan bo'lamiz degan ota-onalar oldida shunaqa miyasida shunaqa shakllandida. O'zi aslida maktabni qanday tanlash kerak? Shu xususiy maktab deganini o'zi davlat maktabidan bir pog'ona o'zi ustun bo'ldi deganimi? Xo'p. Nimadan boshlasam, hozir
bizda xususiy maktablarda o'quv markazlarida ham ikki xil bor. Ben buni nechiga 85 ga 15% ga bo'lgan bo'lardim. 85% biznes, 15% da o'qish, ta'lim deb bo'lgan bo'lardim. Qarang, bunga misol keltiraman. Boshqa bir yo'nalishda o'sha YouTube'dami bitta o'tirganda Rossiyadagi shaurmaga ixtisoslashgan franchising yaratish bo'yicha mutaxassisning bitta chiqishini ko'rib qoldim. 3 minutlik chiqishi. O'shanga savol berishdi, qanday o'sha shaurma, ya'ni lavashga o'xshagan lavash savurma yaratadigan franchising. O'shanga savol berishdi, nima qilishimiz kerak, qanday yaratiladi desa, aytildi. Birinchi, zo'r joy toping, zo'r remont qiling. Ikkinchi, eng arzon ishchi kuchini oling. Uchinchi, bozordan eng arzon mahsulot oling. Eng arzon, agar iloji boricha boyagi sotilmay qolgan mahsulotlar ikkinchi anavda arzonga yarim tekinga tarqatiladi, o'sha mahsulotdan olasiz. Eng arzon mahsulotni olasiz va unga maxsus mahsulotlar bor. Qo'shadigan, ta'm beradigan, o'shaning ta'mini zo'r qiladigan maxsus materiallar bor. O'shani ayamasdan sotib oling. O'shanaqa ishlating. Ya'ni odam sizga kelgan vaqtida ko'zi nima, shaurmani nima sotadi? Ko'zi sotadi. Ya'ni kelganda zo'r joy bo'lishi kerak va og'izdagi ta'm sotadi. Tishlaganda og'zingizga yaxshi ta'm kirishi kerak. Boshqasini o'sha ko'zi bilan og'izga kiradigan ta'mdan boshqasini eng arzonini oling. Eng anoni oling deyishadi-da. Bizdagi hozir ta'lim, biznes deganimiz mana shu odam bilan deyarli birga bir fikrlaydi. Bir xil fikrlaydi. Ya'ni xususiy maktab ochish bo'yicha ekspertning yoniga, katta ehtimol unaqa ekspertni borib ko'rmaganman, lekin katta ehtimol bilan o'shaning yoniga borsangiz nima bo'ladi? Men o'zim bittasi o'shanaqa jarayonni borib ko'rganman. Ekspert sifatida, endi men unga kirmaganman-da, tomoshabin sifatida bu yoqda savol berishganda javob berish uchun borib ko'rganman. Bironta savol berilmadiki, bolaga ta'limni, bola bilimli bo'lishi uchun, ta'limni yaxshi berish uchun nima qilishimiz kerak degan savol, bironta savol berilmadi. Savol berildi, qayerda qurishimiz kerak? Savol berildi, qanday remont qilishimiz kerak? Savol berildi, ota-onaga qanday darslarni qo'yib, nima qilsak ota-ona bizni jalb qilamiz. Marketing bo'yicha, ya'ni ular qiladigan ishida 90% marketologning anaviga maslahatini tinglashdi. Va o'sha bo'yicha ish qilishdi. Hozir siz aytganingiz 9 dan 5 gacha bolani maktabda ushlab o'tirish. Bu ta'm. Ota-ona ko'radigan narsa. Boladan formani talab qilish, boladan uyga vazifa ishlaganini talab qilish ta'm. Har oyda, har haftada boladan imtihon olib, imtihon natijasini bolaga yetkazib turish ta'm. Ya'ni bola har haftada bilim o'zgarishi mumkin emas. Maksimum 3 oyda bir marta bolaning bilimidagi o'zgarishni nazorat qilishingiz mumkin. U bo'sh idishmidi, biz ichiga suv quyapmizmi? Qancha suv quyganini aniqlab oladigan. Shunaqa illyuziya yaratish uchun o'sha boyagi shaurmada qo'shimcha materiallarni maksimum sotib oling deyishdi-yu. O'sha ta'm beradigan aromatizatorlarni, boshqalarni maksimum sotib oling. Bular aromatizatorlar. Boya aytdim, 15% bor. 15% bor. Masalan, men o'zim Sodiq Schoolda ishlayapman. Butun boshli komanda bor. Ta'lim sifatini qanday tashkil qilish kerak? Qanday o'sha, masalan, Komil aka o'sha komanda a'zosi, Shokir Tursun o'sha komanda a'zosi, taniydigan kuchlilar nima qilish kerak? Qanday bo'lsak kiradi, o'sha bolaga ta'lim berish mumkin degan jarayon ustida ish ketadi. Bu eng kuchli o'qituvchilarni olib kelgan, u o'qituvchilarni uncha oylikka keladigan o'qituvchilar emas, olib kelingan boshqalar bor, bitta ikkita, lekin bular toza biznes emas. Bularning juda katta ehtimol bilan daromadi narigilar bilan daromadi bilan bellasha olmaydi. Sababi hozir mana shu men Sodiq School'dagi illyuziyani
qanaqa ishlayotgan bo'lsa, o'sha illyuziyani 3 barobar arzonga yaratish mumkin edi. Xo'p, maqsadni nimada ko'rasizlar keyin? Maqsad Sizlarda o'sha anoning bitiruvchilarning maqsadi deylik. maqsad o'sha nima bitiruvchi maqsadi? Umuman olganda mana o'quvchilar shuni tayyorlayapsizlar. Umuman sizlarning provat maqsadlaringiz nima? O'sha iloji boricha yaxshi natijaga erishish. Faqat bu yerda farq nimada? Farq tashkilotchining, farq o'shani tashkil qilayotgan odamning falsafasida. Ya'ni u biznesmenmi, ustozmi, o'qituvchimi? Foyda qilish mumkin. Masalan, ana ular 100 million foyda qilayotgan bo'lsa, bu 50 million, 20 million foyda qilishi mumkin. Lekin tanlaydi. 100 million foyda qilamanmi yo 20 million foyda qilib haqiqatan o'zimning falsafamga mos keladigan tizim qoldiramanmi? O'shani tanlashga majbur bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki, savolimni ma'nosi shundan iborat ediki, biz xabarimiz bor. O'zbekistonda o'zi bir yilda bir marta bitta bola o'tgan bo'lsa ham Garvardga va tarixda birinchi marta xususiy maktabdan o'sha Sodiq Sukundan o'sha Jamshidmi adashmasam shunaqa edi o'sha yigit, ya'ni xususiy maktabdan Garvardga kirdida. Men shuni so'ramoqchi edim. Ya'ni sizlar mana juda kuchli ekspertlar yig'ilyapsizlarda, bitta xususiy maktab tashkil qilyapsizlar, bunda ishlayapsizlar, komanda bo'lib ishlayapsizlar va asosiy e'tibor siz aytgandek ta'lim sifatiga nima qilyapsizlar, maqsad qilyapsizlar. Va buni nimada ko'ryapsizlar? Deylik, men o'ylab yuruvdimki, shuni javob berasizmi deb o'yladimki, ya'ni sizlarni boshqa xususiy maktablardan farqlaring, bitiruvchilaring chet elni top o'qishlariga kirganligi o'zi o'sha nima deydi, natijani ko'rsatadimi deb o'ylayapman-da. Savolingizni tushundim. Men boshqacha javob berganim uchun uzr so'rayman. Sababi, hozir bunga tushunmaganimga ikkita sabab bor. Birinchidan, nisbatan yangiman. Bu yil sentyabrda jamoaga qo'shildim. Hali u darajada Toshkentga kelishingiz o'zi bizni quvontirdi. Ikkinchidan men boya aytdim, men o'zim ta'lim sifatida men o'sha chet elga ketishiga shaxsan men mas'ul emasman. Unga to'g'ri o'sha Garvardga kirgan umumiy g'oya bo'ladi-yu. Umumiy g'oya to'g'ri, siz aytgandaqa. Lekin shaxsan men uchun umumiy g'oya nimada? Shaxsan men uchun umumiy g'oya, boya aytdim, shu Garvardga kirishi, MITga kirishi, Yale'ga kirishi bu natija. Yon natija. Ya'ni ta'lim jarayonini yaxshi ta'sir asosiy natija emas lekin. Bu asosiy, yo'q, qarangda, masalan, asosiy maqsad emas, demak. asosiy maqsad, ya'ni xususiy maktab, sizni nimangiz demoqchimanki, xususiy maktablar. tushundim. Menga maktabning asosiy maqsadi haqida javob berishga anaqa qilaman. Men u yerda o'qituvchiman, u yerda o'zi aslida nima bo'lish kerak deyapman-da. O'shani aytmoqchi edim. Men hozir Sodiq Sukulda ishlayotganda o'zimning qo'limdan keladigan o'qituvchi sifatida faoliyatni yuritaman. Aslida qanday bo'lishi kerak? Siz masalan siz maqsadni o'sha Garvardga kirgizishmi, chet elga o'quvchiga ketkazishmi, boshqami deyapsiz-da. Agar o'shani maqsad qilish qo'yish, agar xuddi faqat chet elga odam yuboraman degan maqsad bo'ladigan bo'lsa, ishoning men kirmasdim. Birinchi maqsad, yagona maqsad, chetga yuboraman, zo'r institutlarga kiramiz, boshqa qilamiz, boshqasi bilan ishimiz yo'q degan gap aytilsa men kirmasdim bu yerga ishga. Sababi faqat o'sha maqsadni qo'yadigan bo'lsangiz, bu juda tor maqsad. To'g'ri, bu to'g'ri, bu baland, to'g'ri, u ko'rinadigan maqsad. To'g'ri, lekin bu jarayonda o'shanga yetib borish, qarang, nima bo'lyapti? Zo'r natijani siz yaxshi natija deb olyapsiz. Faqat o'shanga intilish kerak deyapsiz. Sizga misol aytaman, ba'zi misollar aytaman. Bir ikkita o'quv markazlarini bilaman. O'sha hududdagi eng yaxshi o'quvchilarni pulga olib kelishyapti. Qayerdadir o'qiyotganini biladi, o'sha testlar olishadi-yu, testlarda birinchi, ikkinchi o'rinni olgan bolalarni olyapti-da, bolalar bu yoqqa kelinglar, ikkitang, eng zo'r sizlar. Men sizlarga u yerda qancha pul to'layapsizlar? Oyiga 1 million so'm pul to'layapmiz. Men sizga sizga oyiga har biringizga 1 million so'm pul beraman. Menda o'qiganingiz uchun degan holatlardan guvohman. Ikkita o'quvchisi u endi prezident maktabiga kirdi. Zo'r o'quv markazmi? Natijani sotib olgan-ku. Ikkinchi vaziyatni aytyapman. Men shunaqa o'quv markaz maktablarini bilaman. Bola kiradi, bola kirgandan keyin unga topshiriq beriladi, vazifa beriladi-da, shunaqa bosim boshlanadi, jismoniy bosim, kaltaklash, azob bir topshiriqni berib qo'yish, telefonni sindirish, urish, telefonni sindirish, ko'zining oldida telefonni qilish boshlanib ketadi. Bola, men ko'p duch keldim.
bittasiga duch keldim, men o'shanaqa vaziyatga duch keldim, men o'zimni bolamni unaqa joyga bermayman. Men o'zim bolamga uni ravo ko'rmayman. Bittasi aytayapti, men unaqa joydan o'qib chiqdim, o'qib chiqqandan keyin ont ichdim, o'sha joydan chiqqandan keyin institutga kirganimni eshitganda kitobimni yoqaman. Kitobni yoqib yuboraman, men unga kitobga qaytib qaramayman. Bezdirib bo'lgan juda kuchli invalid tayyorlashyapti. Juda kuchli bo'lgan natijaga erishadigan invalid tayyorlashyapti. Boshqalarga bizda tartib intizom qattiq reklama natijamiz zo'r. Biz institutlarga 90% o'quvchimiz kiradi, bo'lyapti. askarda Nima evaziga bo'lyapti? Nima evaziga? Hozir sizdan aytganim uchun siz hozir menga savol berdingiz, o'sha chet ellarga yuborish boshqa, balkim zo'r. Agar maktabning maqsadi bor, o'sha yuboryapti, kiryapti, Garvardga kiryapti, boshqaga kiryapti, lekin faqat o'sha maqsadni olganida, faqat biz o'shanga harakat qilamiz deganda men ketaman. Menga kerak emas unaqa joy. Ya'ni men hozir boyaga aytgan 3 ta ustunni tiklasin. Bola to'g'ri ta'lim oladigan tizim yaratsin, bola to'g'ri miyasini ishlatsin, bola to'g'ri konstruktivizm o'zi o'rganib biladigan bo'lsin. Shunda balkim institut bitirar, o'sha maktabni bitirar, u chet elga keta olmas. Balkim u reytingda maktabning reytingiga qo'shilmas. Lekin ishoning u bola magistrda ketadi. Yo magistrni ham bitirgandan keyin chet elga biror bir professorlikni nechta tanishingiz bor? Chet ellarda anoni yoqlab kelgan. Bolaning miyasida agar to'g'ri jarayon shakllangan bo'ladigan bo'lsa, bola to'g'ri fikrlashni, to'g'ri o'sha odatlarni shakllantirgan bo'lsa, unga bugun emas, ertaga o'sha natijaga erishadi. Endi Otabek aka bunaqa deyapsiz, Fundament bor. aytaylik, misol uchun talab va taklif degan qonun bor-ku. Ha. Bizda shunaqa talab bo'layaptiki, shunaqa taklif qilinyapti-da. Endi buning uchun nima qilish kerak? Mana misol uchun o'sha ota-ona uchun ana 3 tusin umuman qiziq emas-da. Qo'pol qilayotganda, umuman qiziq emas ota-ona uchun. U 3 tusinga tupurib qo'yadi, to'g'risi. U unga muhim o'sha natija oliy ta'limga kirishi muhim yoki bo'lmasam o'sha mani o'g'lim chet elga kirdi o'qishga deyishi muhimda. Mana shu narsa muhim. Yo chet elga kirish kerak, yo O'zbekistondagi bitta o'sha nufuzli bitta oliygohga kirishi muhimda endi. Endi mana shu narsani, ya'ni shunaqa talab bo'lavergani uchun o'quv markazlari ham, lekin ayrim xususiy maktablar ham shunga qarab ketyapti deb o'ylayman-da. Buning uchun bu tomonni qanday tuzatsak bo'ladi? Bunaqa o'ylamasligi uchun, bunaqa bunaqa talab qilamiz. Jamiyat fikrini bu tomonga o'zgartirish uchun nima qilsa bo'ladi unda? Birinchidan, ota-onalar o'shanaqa fikrlashi uchun bizneslar harakat qilishdi. Bizneslar zo'r tashviqot yuritishdi. SIT, chet el universitetlariga ketish. Masalan, hozir siz ham birinchi bo'lib menga chet el universitetiga kirish natijasi qanday bo'lyapti degan savolni berdingiz. Sababi chet el bizdagi xususiy o'sha o'quv markazlari, xususiy maktablar, boshqalar o'shani yo'q joydan kun tartibiga olib chiqib qo'yishdi. O'shani odamlarning miyasiga shunaqa joylashtirishdiki, agar bolangiz chet elga universitetga kirgan bo'lsa, demak bu zo'r bo'libdi. Demak, u yaxshi natija ko'rsatibdi. Unga olib ketadigan, boshqa u yoqlarga kirgizadigan boshqa usullar tiqilib yotibdi. Yaxshi ta'lim berish shart emas. Boshqa usullarni qo'llab biladi, lekin o'zida yaxshi ta'lim olganining illyuziyasini yaratadi bunda ham. Yuboryapti. Endi nima qilish kerak? Buni o'zgartirish uchun umidim Maktabgacha ta'lim vazirligi va Yoshlar ittifoqidan. O'sha ikkalasi Yoshlar agentligi, Yoshlar ishlari agentligi, uzr, eski onlarim ketadi. Umidi ayniqsa Yoshlar ishlari agentligidan. Sababi ular asosan o'sha yosh bolalar bilan ishlaydigan o'sha komandada, o'sha yo'nalishda ketadi. Bularning hozirgi qilishi kerak bo'lgan asosiy ishi men mana shunda deb o'ylayman. Ta'lim nimaligini ota-onalarga tashviq, boshqa tashkilot hayolimga kelmayapti. Ota-onalarga tashviqot qilish mumkin bo'lgan, bolalarga tashviqot qilish mumkin bo'lgan yaxshi tashviqotlari bor. Siz ishlagan vaqtda ham masalan kitob tashviqoti, badiiy kitoblar o'qish bo'yicha tilga tashviqot, boshqa bor, harakat bor, lekin boya aytgandek buzuq. Uzr, harakat yaratildi, yo'lga qo'yilyapti, lekin to'g'ri narsani tanlab olish kerak. Hozircha faqat o'sha nishonga o'q uzishyapti. Men ko'zlab qo'ygan yablishkaga, men o'sha nishonga qaratilmayapti o'qlar. Nishon ham asosan
tilga kompensatsiya beryapti Ha, va chet elga chet elga o'qishga yuborishga, o'sha kitob o'qishga, boshqaga e'tibor qaratyapti. Harakatni boshlanganini tan olaman, lekin hali qilinadigan ishlar ko'pligi, hali Buning uchun o'zimiz ham bilmayapmiz aynan qaysi yo'nalish tanlab olishimiz. O'sha, masalan, jamiyatda ta'lim sifatini siz aytgandek o'lchovini oldin belgilab olishimiz kerak ekan va o'sha o'lchovni keyin ota-onalarga targ'ibot qilishimiz kerak. o'sha bo'yicha masalan ularda zo'r imkoniyatlar bor. Birinchi olimpiadalar o'tkazish, ikkinchi o'sha bir o'quv kurslari tashkil qilish, uchinchi qarang, eng asosiy nima? Hozir talab taklif degan gapni ishlatdingiz, o'sha joydan kelib chiqadi. Shunday muhit yaratish kerakki, shunday vaziyat yaratish kerakki, bola o'shanaqa o'qishga kerak bo'lsin. O'shanaqa o'qigan bola qayergadir kerak bo'lsin. Kimdir o'shanaqa bolani, masalan bizda oliy ta'limda, institutda unaqa so'rashmayapti. Maktab ta'limida hozircha qilishmayapti. Yoshlar ishlari agentligida bu imkoniyat bor. Hozir boyagi mutolaa tanlovlarining, boshqa tanlovlarning o'rniga, misol uchun bolaning fikrlashini talab qiladigan, boladan bir nostandart o'sha PISA yo'nalishidagi, SAT yo'nalishidagi, boshqa yo'nalishdagi o'zlari test o'ylab topib, o'sha prezident maktabi yo'nalishidagi testlarni o'zlari o'ylab topib o'tkazishi, bu menimcha yaxshi natija bo'ladi. Yaxshi, ya'ni hozir o'tkazilyapti. Prezident maktabi bo'yicha o'sha testlar ham juda ko'payib ketdi. Lekin ular yana biznes. Ular yana biznes bo'lyapti. Biznes maqsadi boshqa. Biznes ta'lim berish emas, biznes bolalarni o'qishga qiziqtirish emas, biznesning maqsadi pul ishlash. Pul ishlash maqsadi bo'lmagan o'yinchi davriga kirish kerak. Pul ishlash emas, shu o'sha haqiqiy, lekin yana bitta joyi bor, bu ish qiyin bo'ladi, sababi agar bu ishga qaysi tashkilot kirgan taqdirda ham natijasi bir kunda bilinmaydigan ish bu. Ancha yillardan bir yilda ham bilinmaydigan ish bu. Ta'lim shuda. Ta'lim shuda, natijasi hozir katta ehtimol bilan tasavvur qilaman, o'sha agentlik bu loyiha bilan moliyaga boradi, undan keyin nima bo'ladi deydi. Bir yildan keyin nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. 2 yildan keyin nima bo'ladi? Buni qilsang, hech nima unda qo'yaver. Men bir nima bo'ladigan o'zgarishni olib ketib yuboraveradi. Katta ehtimol o'shani tasavvur qilaman. To'g'ri. Shuning uchun balkim o'tmayotgandir. Hatto o'sha ingliz tili bo'yicha chet tillarga kompensatsiya berishni ham tanqid qiladi ba'zilar. Ya'ni nima beryapti misol uchun. Xo'p, ingliz tiliga hamma o'rganyapti yoki chet tilni O'zbekistonda rivojlanib ketdi. Lekin 4-5 yilda rivojlandi shu kompensatsiyani evaziga. Men roziman. Bundan keyin nima beryapti O'zbekistonga degan fikrlar tug'iladi. Yo'q, u shu bo'yicha yana shu bitta qadamda siz bitta qadamni so'rashyapti, bitta qadamda foyda yo'q. Masalan, o'sha shaxmatdagiga o'xshaydi. Hamma bitta yurishni ko'ryapti-da, lekin bizda sababi boshqalarga men e'tirozim yo'q. Sababi ular shaxmatchilar emas. Ular bitta yurishni ko'rish mutaxassislar emas bu sohaning. Bittasi shifokor, bittasi iqtisodchi, bittasi quruvchi. Ular bitta yurishni ko'rsa ham katta gap. Lekin bizning vazifamiz 3, 4, 5 yurishni ko'rish. Ulardan mana o'qish. Men u pul berishiga ming marta roziman. Endi bu qadamda mana hozir aytdingiz-ku, kim boshlash kerak deganda Maktabgacha Maktab ta'lim vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi deyapsiz-ku. Men Maktabgacha Maktab ta'lim vazirligi misolida aytaman. Birinchi qadamni tashlash uchun hozir juda zo'r bitta gapni aytdingiz. Buni qanday amalga oshirish kerak deganda, shunaqa fikrlaydigan yoshlar qayergadir kerak bo'lish kerak dedingiz-ku. Xuddi shu singari kadrlar ham shunaqa fikrlaydigan kadrlar ham kerak bo'lish kerak-da tizimda. Va bu sizning aytgan gapingiz 100% to'g'ri, uzr, gapingizni bo'lganim uchun, lekin u men aytgan gapning ikkinchi etapi. Avval o'quvchi kerak bo'lsa, u kadr kelib chiqadi. Oddiy misol, prezident maktablariga tanqidiy fikrlash bo'yicha, mantiqiy fikrlash bo'yicha, ingliz tili bo'yicha tayyorlash kerak edi. U tayyorlash kirgan vaqtda O'zbekistonda bu yo'nalish bo'yicha mutaxassis 0 edi. 0 edi. O'quvchi kerak bo'ldi. O'sha narsani o'rganish kerak bo'lgan o'quvchi kerak bo'ldi. O'sha joyda qanaqadir talab paydo bo'ldi. 1 yil, 2 yil, mana 4 yil, 1 yil, 2 yilning ichida sostav paydo bo'ldi. Hozir mana 5 yil, 6 yil bor, butun boshlik ana u bor. Tizim bor. Kitob yozadigan tizimlar bor, boshqa tizim emas, tizimlar bor. Bu yo'nalishda ketgan, bu yo'nalishda ketgan, ingliz tili yo'nalishida ketgan, boshqa qilgan tizimlar bor. Ya'ni bu yerdan mahsulotga, o'quvchiga talab paydo bo'lganda
maktabgacha maktab ta'limi vazirligi o'qituvchiga talab hosil qilishi kerak emas. Kerak emas. U o'zi masalan bu yerda shunaqa o'qituvchi menga kerak deb 20 ta o'quvchi o'tirsin. 20 ta o'quvchi bor. O'shanaqa dars o'tib biladigan o'qituvchi kerak bo'lsa, men o'shanga moslashaman. Endi men aytayotganim bu gapimni nimaga bog'layotgandimda, attestatsiyaga bog'layotgandim. Aytaylik, mana o'qituvchilarni, pedagog xodimlarni attestatsiya tizimini aytadigan, baholi aytadigan bo'lsak, u ham faqat yod olishga asoslangan bitta tizimda. Ya'ni o'qituvchi, zo'r o'qituvchi, tasavvur qiling, siz zo'r o'qituvchisizda darsni zo'r o'tasiz. Ta'limni 3 ta nazariyasini ham yaxshi bilasiz. Shunga qarab harakat qilyapsizda, lekin siz attestatsiyaga boryapsizda, qaysidir javobni bilmaganingiz uchun yiqilib qolyapsiz-da. Tasavvur qilasiz, 2 ball yetmay qolsa bo'ldi, siz qaysidir natijaga erisha olmaysiz va hozirgi kunda mana bu attestatsiyani bu xato yana qo'shimcha davom ettirib ketilyapti-da. Ya'ni birinchi o'zi malaka toifasi berardi xolos bu tizim. Endi hozir nima bo'ldi? Vazir ustamasi oladi, uni attestatsiyaga bog'landi. 70% ustamaga yana bog'lab qo'ydi. Undan tashqari mana yil o'qituvchisi bor edi, uni ham nimadir qilamiz dedi. Qarasa attestatsiya bor, tan joniga sog' bo'lsin. Unga ham yana bog'lab qo'ydi-da. Ya'ni o'qituvchi zo'r o'qituvchi bo'lsa ham u faqat endi yod olsa, o'zini fanini yoddan bilsa, fikrlash umuman qiziq emas. Bolaga qanaqa dars berishi umuman qiziq emas. Bu yerda to'g'rimi? Testda shunaqa-ku. Shu orqali o'qituvchini o'lchab qo'yapti-da va haligi yiqilgan o'qituvchi endi nima degani? Yiqilgan o'qituvchi yo'q, bizga kerak emassan degan o'qituvchi-da endi kerak emassanmi, oshirib olgan bo'lishi mumkin-ku. Lekin hali sindirilyapti demoqchiman-da. Shuning uchun meni fikrim shuki, hozirgi gapim shunga olib kelayotgandim. O'sha vazirlikda o'zi mana shundan boshlash kerak emasmidi ekan? Qadamni birinchi bo'lib o'zi tashabbusi bilan chiqib. Ulug'bek, men bu masalada o'rtadaman. Ya'ni sizning aytayotgan muammolar borligini 100% aniq. Vazirlik bu borada katta ishlar qilishi mumkin. Lekin hozir attestatsiyani yo'qotib tashlash, ularni to'latish emas, siz aytgan tizimga moslash yo'q. O'qituvchilar. Qarang, attestatsiyani o'zgartirish kerak. Buning uni qayta ko'rib, hozir buzuq. Attestatsiya buzuq, to'g'ri. Menga siz attestatsiyani tuzatish kerak deng, men ikki qo'limni ko'tarib 100% rozi bo'laman. Shuni. Olib tashlash kerak deng, men sizga qarshingizda chiqaman. Kerak olib tashlash, ya'ni hozir aytyapman, baraka topkur. O'quvchida hech qanaqa o'quvchining bilimini tekshiradigan tarozimiz qolmadi. Buzuq tarozi ham yo'q. O'qituvchining tizimini tekshiradigan hech bo'lmasa buzuq tarozimiz bor. Keling, men hozir to'g'ri, siz aytgan bahoda bittada endi aytyapsiz, o'qituvchining malakasini aniqla, uning pedagogik qobiliyatini aniqla. Yo'q, men ularni aniqlash uchun hozir maslahat berish imkoniyatim yo'q. Unga aqlim yetmaydi, lekin men maslahat berishim mumkin bo'lgan bitta narsa bor. Vazirlik velosiped ixtiro qilishining keragi yo'q. PISA bor, SAT bor. O'sha prezident maktablari testlari bor, IELTS testlari bor, boshqa bor. O'sha standartni olsin-da, olib kelib qo'ysin. O'shani olib kelsin, o'rnatsin, bo'ldi. Masalan, hozir o'qituvchilardan, ingliz tili o'qituvchilardan ana BTU sertifikati bo'yicha e'tirozlar bo'lyapti. Men u e'tirozlarga qo'shilmayman. Ya'ni o'qituvchining bilimini nazorat qilish, o'qituvchining bilimini ko'rib chiqish, bu nafas olish, o'qituvchi nafas olishidek gap. O'qituvchining bilimini talab qilgani uchun norozi bo'lish, qarang, norozi bo'lganlar tushunaman. Har xil vaziyatlar bor. Har xil vaziyatlar bo'lgan vaqtida, masalan, ikkita odam yonimga kelsangizlar, ikkalangizda ham konflikt bo'lyapti. Men kimni tanlayman? Kim muhimroq deganni tanlayman. Ikkalangizda ham ko'rib turibman. Maktabda kim muhim? Maktabda eng muhim shaxs kim? O'quvchi. O'quvchining manfaatiga agar men bitta qaror qabul qilishim kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha qaror 100% oladigan bo'lsak, 70-80% o'qituvchining manfaatiga zid bo'lsa-da, lekin 20% o'quvchining manfaati uchun foyda beradigan bo'lsa, men o'sha qarorni tanlayman. Sababi maktabdagi asosiy shaxs o'quvchi. O'qituvchilar, ustozlar 1000 marta uzr. O'quvchi maktabdagi asosiy shaxs. Agar men o'sha o'quvchiga dars bergan vaqtda o'sha joyda
o'quvchining manfaati uchun men bo'shab ketishim kerak bo'lsa, men bo'shab ketishim kerak, men unga nimandir o'zgarishim kerak bo'lsa, men o'zgarishim kerak. O'quvchining manfaati uchun. Endi bu jarayonda o'qituvchini otib yuborishingiz xato. Sababi o'quvchining manfaati uchun o'qituvchi ko'ngli tinch, ro'zg'ori but, xotirjam bo'lish kerak. Bu o'quvchining manfaati uchun. Ana uchun emas. Ya'ni bu yerda o'qituvchini birinchi o'ringa, birinchi planga qo'yilishiga men noroziman. O'qituvchi birinchi planga qo'yilishi kerak emas. O'quvchi birinchi planda bo'lishi kerak. O'qituvchi, ya'ni to'g'ri, boya aytgandek, u ham odam chiqarib tashlash kerak emas, lekin bu yerdagi korporativ, ya'ni jamoaning o'zi ichkidagi boshqa masalalar bo'lishi mumkin. Boshqa joyda agar tanlov biror joyda tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, o'quvchi taraf olinishi kerak. Boyagi bitu sertifikatida, boyagi attestatsiyada, boshqada agar o'shani ham qilmasak, o'quvchining manfaati uchun juda katta zarar bo'ladi. O'qituvchi vobshe o'qimay qo'yadi. Tushunarli. Bu mening pozitsiyam o'sha. Yana bitta narsa qiziqtiradi meni. Misol uchun deylik, siz 4-sinfgacha prezident maktabiga tayyorlash nimasi bor va buni har yili bitta endi respublika bo'yicha 50 mingdan oshiq o'quvchi tayyorlanadi. Topshiradi, to'g'rimi? 4-sinf bola. Qiziqtirgani, endi 500 ming bo'lsa 10% prezident maktabiga tayyorlanadi. 10% demak 1 yil davomida mantiqdan o'qiydi va uni ma'lum bir qismi, juda kam foizi, 24 tagina o'quvchi prezidentskiga kirdi va davom etyapti. Qolgani yana o'zini maktabida davom ettiradi. Endi mana shu yerda bitta narsa qiziqtiradi doimo. Siz jon kuydirib unga mantiqni o'rgatdingiz, unga o'sha fikrlashni o'rgatdingiz va siz kabi yuzlab respublika bo'yicha o'quv markazlari shuni o'rgatdi-da. Yana o'zini maktabiga jo'natib yubordingiz. 5-sinfdan yana o'zini maktabiga boryapti va u yerda oddiy matematika o'tiladi, mantiq o'tilmaydi. Shu narsa ham balki qayta ko'rib chiqish kerak emasmi? Misol uchun o'zi mantiq bizga o'quv dasturimizga kiritish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Va qay darajada u bolani o'sishiga xizmat qiladi? Odatda misol uchun toki 11-sinfgacha hech qachon endi qayta u fan bilan uchrashmaydi-da u. Lekin siz holbuki bilasiz 4-sinf bolani qay darajada 1 yil davomida o'sib ketganligini, shu fanningizni o'qiganingiz. Tushundim. Uchun nima deb o'ylaysiz? Qarang, birinchidan sizga oddiy misol aytaman. Men 2019-yildan beri prezident maktabiga o'quvchi tayyorlayman. 2023dami, 24. Birinchi Xorazmda va Toshkentda ochilganmi? Yo'q, Xorazm 4 ta viloyat. Xorazm birinchilardan bo'lib ochilgan. Toshkent, Xorazm, Namangan, Qoraqalpog'istonda ochildi. Birinchilardan bo'lib Xorazmda ochildi. Yana bitta savol. Mayli, keyin beraman. Hozir qarang, savolingizga javob. Birinchi vaziyat 2023-yili tumanda matematika olimpiada tashkil qilishda qatnashdim. O'sha yordamchida qatnashdim. Sinfga kirsam, mening 15 tacha o'quvchim prezident maktabiga tayyorlagan, yiqilgan. 9-sinf bu bo'ldi. Endi 9 emas, 9-chi bu bo'ldi. O'sha 19da, 18-19da tayyorlagan 6-7-sinf o'quvchilarim 9-sinf bu bo'ldi. Olimpiadada qatnashyapti. Olimpiada emas edi, o'zi 6-7-sinf ham bor edi o'shanda. 6-chi o'sha tayyorlagan o'quvchilarim o'sha yerda o'tirishibdi. Ya'ni prezident maktabiga kira olishmadi, lekin men hozir aytganimda boyaga 3 ta ustunni mustahkamlab oldim. Endi unga farqi yo'q. Qaysi maktabda o'qiydi, nima qiladi, o'zi to'g'ri odat shakllandi. O'qituvchining ham farqi yo'qmi keyin? O'qituvchining farqi 0 desam xato bo'ladi, lekin masalan boshqalarga nisbatan unda imkoniyat ko'proq bo'ladi. O'qituvchi yaxshi bo'lsa, o'qituvchidan borini so'rab oladi. O'qituvchi unchalik yaxshi bo'lmasa, iloji boricha boshqalardan ko'ra, ya'ni kallasi ishlaydi, nima qilishni biladi, o'zida relsga tushib olgan. U yoqga faqat yetarli darajada uni berib tursangiz bo'ldi. Ya'ni bu tayyorlanib yiqilganlari ham zo'r bo'lyapti. Juda yaxshi natija bo'lyapti. Men ulardan anom yo'q, e'tirozim yo'q. U yaxshi. Keyingi nima dedingiz? Ya'ni umuman olganda shuni maktab dasturiga qo'shish Maktab dasturi zaruriyati bormi yo'qmi yoki umuman qarang. nima deb o'ylaysiz? PISA matematika imtihon deb bilasiz, to'g'rimi? Lekin o'sha PISAda men mantiq deb o'qitadigan fanlarning juda ko'p joyi kesishadi. O'zi mantiq bilan matematika alohida fan bizda faqat. Bizda faqat mantiq bilan matematika alohida. Boshqalarda mantiq degan yo'nalish bor, lekin ularda
hech qanaqa son bo'lmagan, faqat o'sha falsafiy boshqa yo'nalishdagi eng matematikaga aloqasi hech bo'lmagan joylarini sug'urib olib chiqib ketishgan. Matematikaga sal aloqasi bor joylari matematikaning ichiga singib kirgizib yuborilgan. Matematikaga olib ketgan. Shuning uchun hozir men bolalarga matematik fikrlash, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash o'qitaman. Matematik fikrlash bilan mantiqiy fikrlashni alohida o'qitishning usulini bilmayman. Alohida o'qitish yo'lini bilmayman. Men dars o'tsam, masalan men mantiq deb o'tgan taqdirimda ham ichida bir 70% matematika bo'ladi. Ya'ni maktab darsligiga kiritishimiz bo'lish kerakmi, o'qitish kerakmi? Hozir o'qitilmayotganligi antiqa vaziyat. Hozir o'qitilmayotganligi tushunarsiz vaziyat. Ya'ni u matematikaning ichidagi bir masalan matematikaning ichida nima bor? Sonlar bilan ishlash bor, shakllar bilan ishlash bor, masofa bilan ishlash bor, boshqa bor va mantiq bor. Nimaga ularni o'tishyapti-da, mantiq qolib ketyapti. Ichidagi bitta element mantiq. U asosiy o'rgatilish kerak. Asosiy elementlardan. Asosiy elementlardan bittasi. Mutaxassis yetishmagandir balki. Yo'q, mutaxassisda ham emas. Agar talab qo'yilsa, o'shani qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, mutaxassis chiqadi. Yana DTM. DTMda mantiq bo'yicha hech qanday savol yo'q edi. Mantiq bo'yicha savol bo'lmagandan keyin qarangda. Hozir sizga tasavvur qiling, mana bu stakan misolida tushuntiraman. Sizga stakan ishlab chiqarish zavodingiz bor. Stakan ishlab chiqarish zavodingiz bor, lekin sizning ishlab chiqargan stakanlaringizni odamlar sotib oladi-da, mix qoqishga ishlatishadi. Sizning stakaningiz shakli qanday o'zgaradi? Tagi mustahkamlashadi. Qattiq mix tegsa sinmaydigan joylar, mixni qo'paradigan joylar, boshqa joylar o'rnatiladi. Bu asta-asta uning stakanligi yo'qolib boradi. Shunga moslashgan. Shunga moslashib boradi. Bizda maktabda o'tilishi kerak bo'lgan bilim bor va DTM testi bor. DTM testi maktabda ishlab chiqargan mahsulotimizning ishlatadigan hayotdagi o'sha talab. DTMda biz maktabda bizga talab qilishyapti, stakan ishlab chiqar deyishyapti. DTMda stakan bilan mix qoqishyapti. Biz stakanni mix qoqishga moslab ishlab chiqaryapmiz, suv ichishga emas. Biz boshqa maqsadda ta'lim beryapmiz. Biz ta'lim berishimizdan maqsad bolaning fikrlashini kuchaytirish, bolani hayotga tayyorlash, bola o'zining kelajakda o'zi fikrlab keta olishi, o'zi biror narsani qila olishiga o'rgatishimiz kerak edi. Bizdan boshqa narsani so'rashyapti. Biz bu kerak edi, lekin buni ishlab chiqarsak hech kim buni olmaydi. Majburki unga mos. Hozir mix qaqadigan ana unga mana bu stakanni ishlab chiqarsangiz, bu stakaningiz qolib ketadi. Savdoda, do'konda qolib ketadi, hech kim olmaydi buni. Bu bitta mixni bitta ursangiz, bu sinadi bu. Unga moslashmagan o'quvchini ishlab chiqarsangiz, DTMga ko'chada u qolib ketadi. Talab o'shanda. Demak, ta'lim sifatida o'lishida DTM testlarini juda katta o'rni bor ekan. Juda katta o'rni bor, juda katta qabul imtihonlarini. qabul imtihonlarining yo'q, qarang, yana buzuq. Buni to'g'rilash mumkin. Masalan, chet eldagi qabul imtihonlarini tasavvur qiling. Yana shu SAT, qabul imtihoni, IELTS, qabul imtihoni. Bularga tayyorlashda o'sha 3 ta ustunni mustahkamlashga majbur yoki essay yozish, qabul imtihoni. Bularda majbur. Masalan, hozir biz prezident maktabida olayotgan testlar, bilasizmi? TSA, Thinking Skills Ability. Bu ham maxsus imtihonlar, ayrim universitetlar uchun imtihon bu ham. Bu ham imtihon. Ayrim universitetlar uchun. Demak, bu kerak bo'lyapti. Bizda shu ishni qilish mumkin edi. Prosta bizdagi faqat tanlandi. Bizdagi faqat bu tanlandi. Endi osonroq yo'lda testni yechib qo'ysa, osongina tezda natijasi chiqadi. Haligi essaylarda shuncha odam topshiradi, kim tekshiradi uni deydi, boshqa deydi. Essay ham kerak emas. Shunaqa Ulug'bek, essay ham kerak emas. Tamam. Hozir aytyapman, TSA test, 60 ta test, 50 ta test, PISA test. Ulug'bek, PISA test. Lekin PISAga u faqat shunchaki formula yodlatib tayyorlata olmaysiz. SAT test unga formula yodlatib tayyorlata olmaysiz. Hozir mana bu yangi o'quv yilidan yagona imtihon joriy qilinishi reja qilinyapti-ku, bunga fikringiz qanaqa? Bu
bir Tezroq biz kecha bo'lsinchi? o'tgan safar Isroil aka bilan bir kulishdik o'zimizcha. Agar dedik, hozir mana 11-sinflarda imtihoni ham yakuniy davlat imtihoni bilan qabul imtihoni bitta bo'lib ketyapti-ku, yagona imtihon bo'lyapti. Ya'ni o'sha 11-sinflar imtihonga kirgandan keyin o'sha natijasi bilan oliygohga ham o'qishga kirishi mumkin, yetarli ball yig'sa. Biz aytyapmizki, agar o'tgan safarcha hazil qildik, juda ko'p 11-sinflar attestatsiya ola olmasmikin bu yil degan bir anaqa qildik-da. Yo'q, u Chunki testlarni bilamiz-ku, bolalarni bilimini ham. o'shada gap siz aytgan fikringizga qarshi ham emasman, rozi ham emasman. Sababi qanday bo'lishini bilmayapman. Agar zo'r boyagi men aytgan PISA, SAT yoki TSA yo'nalishida kimdir birov chiqib o'sha yo'nalishda taqlab, o'sha sifatni nazoratini qilib bersa, men xohlagan joyda tekinga turib, ishlab berib, o'sha joyda nazoratchi bo'lib berishga ham roziman. Xohlagan joyingizda qilaman, boraman, ishlayman. Lekin u ham hozirgi siz aytgan attestatsiya testiga o'xshagan, DTM testiga o'xshagan, boshqaga o'xshagan testga aylanadigan bo'lsa, hozir o'shaga qanday munosabat bildirayotgan bo'lsam, o'sha munosabatda bir chekkada indamasdan xafa bo'lib o'tiraman. Yana o'shanaqa test. Yana o'shanaqa test bo'ladi, yana bittasi bo'ladi o'shanaqadan. Endi o'sha Keyingisi. Ya'ni hozir savolingizga shu savolni menga bir yildan keyin, 2 yildan keyin o'sha jarayon izga tushib ketgandan keyin bitta berib ko'ringda, men keyin savolingizga javob berib ko'ray. Ya'ni bilmayapman hozir nima bo'lishini. Nimachi, Otabek aka, meni bitta savolim qoldi, o'zi oxirgi anaqa mendagi savol. 12 yillik ta'lim tizimi joriy qilinyapti-ku. Shuni men hech tushuna olmayapman-da. Haligi u qanaqa joriy qilinyapti? Bir O'zbekiston 24 kanalida haligi sobiq maktabgacha maktab ta'lim vaziri o'rinbosari Sardor Baxtiyorovich anaqa qildi, javob berdi. Bog'chani dedi, qo'shib qo'yamiz dedi. Shunda 12 yil bo'lib qoladi dedi. Men o'yladimki, endi maktablar 12 yillik bo'larmikin deb o'yladim. Misol uchun boshqa chet elda, misol uchun 12-sinf bor-ku, 12 yillik ta'lim. Ularda boshqacha, ular bog'chani qo'shmaganmi shunda? Bizniki bog'chani qo'shib qo'ysak, shunchaki 12 yillik ta'lim bo'lib, keyin anavi foundation o'qish shart bo'lmaydimi rostdan ham? Yo shunga hech tushunmayapman-da. Uni u bo'yicha ham noto'g'ri adresga berdingiz. U bo'yicha ham savolingizga aniq javob berishga men ham kutyapman. Men ham kutyapman. Sizdan bu borada ma'lumotim siznikidan ko'p emas. Unda ham yana boyaga aytgan gapim, sizga bu yaxshi yoki yomon bo'lish haqida savolingizga javob bera olmayman. Gap qanday tashkil qilinishida. Masalan, men xayolimda bir ikkita ssenariy borki, agar o'sha ssenariy bo'yicha tuzilsa, juda katta ta'limga plus bo'ladi-da. Yana bir ikkita ssenariy bor, hech nima o'zgarmaydi. Yana bir ikkita ssenariy bor, qaytanga juda katta oyog'iga bolta uradigan variantlar ham bor. Qaysini tanlashadi, nima qilishadi, ko'raylikchi. Eng qizig'ini aytaymi nima? Eng qizig'i yaqinda o'sha nimada haligi gapiring tok showsida dastur tayyorlashib, maktabgacha maktab ta'lim vazirligiga borishdi-da. Shu savolda 12 yillik ta'lim tizimini endi maktabgacha maktab ta'lim vazirligi kiritgan-u. Qanaqa bo'ladi buni? Bu savolga hozir javob bera olmaymiz deyapti. Ular ham. U bo'yicha ham menda bo'yatganday ma'lumot siznikidan ko'p emas, sizdagi ma'lumotdan ko'p emas. Uni ham men ham nima bo'lishini boyaga shov-shuvlarga, mishmishlarga uncha e'tibor beravermayman. Sababi bitta mishmish chiqadi-da, amalga oshgan vaqtda bir necha marta bo'ldi, umuman boshqa narsa amalga oshadi. O'shaning uchun o'sha mishmishlarga ko'nglim qolgan. Amalga oshgandan keyin javob berishga o'rganganman. Ko'ramiz. Sababi boyatgan mishmish chiqadi, bunday bo'ladi deydi. Amalga oshishi boshlanadi, qarasang umuman boshqa bir buni yasashmoqchi boshqa narsa paydo bo'ladi-da. Nimani yasashning jarayon boshlangandan keyin gaplashaylik. Mana Otabek, xullas mana bitta narsaki, siz xorazmliksiz va o'zi azaldan bilamiz, Xorazm matematiklarda yurtida. Ikkita savol bermoqchiman va uning yonida Qoraqalpog'iston Respublikasi ham bor va Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan Xorazm juda yaqin. Sizlar bordi keldilaring ham bor. Deyarli misol uchun odatda Qoraqalpog'iston Respublikasi o'sha xalq ta'limi vazirligi deydimi, shunday deydi va sizlarni boshqarmalaring bilan birgalikda qo'shma tanlovlar uyushtirib yurgansizlarda. Men juda ko'p kuzatganman. Ikkala hudud birgalikda tanlovlar uyushtirgansizlar va shu borada ko'pincha tajribangizda bo'lsa kerak,
Qoraqalpog'istonga mendan bir marta borganman. Endi shoshinchda borganimda o'sha yoshlar agentligida ishlab yurganman. Kuzatganman, aytdagi o'qituvchilarni o'sha nimasi, nima deydi, yurak tanishi deydi ekanda. Men kirib qolganman Amudaryo tumaniga bir borganimda, direktorning xonasida, xona yetishmasdan direktorning xonasida to'garak o'tyapti-da. Matematik yosh o'qituvchi, bitta ikkita o'quvchiga to'garak o'tyapti. Nima qilyapti o'tasam? To'garak o'tyapti. Boshqa xona yo'qmi? Xona yo'q-da. Ya'ni yurak tanish deydi-da, u nimani. Shu borada Qoraqalpog'iston Respublikasini o'sha ta'lim tizimi meni juda ko'p qiziqtirardi-da. Siz ham endi shu borada ko'pincha Ya'ni Qoraqalpog'iston ta'lim tizimi haqida bir umumiy kartinangiz qanaqa? Fikrlaringiz qanday? Sizda qanaqa kartina shakllangan? Menda juda iliq taassurot, ya'ni o'quvchilar ham iliq taassurot qoldirganda, mana Garvardga kirgan o'quvchi ham o'sha Nukusdan sizlarda o'qigan, endi Toshkentda o'qigan, lekin umuman olganda Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'iston bilan to'g'ri aytdingiz, qo'shnimiz. Biz xohlasak, xohlamasak ishimiz tushadi. U yerda misol uchun bir necha martalab malaka oshirishga, bir necha martalab dars o'tishga, bir o'quv markazlariga borganman. Qarang, faoliyatimda Qoraqalpog'iston ta'lim bilan tanishim ikki qismdan iborat. Birinchisi institutni bitirgan vaqtlarim, taxminan 2005-2007-yillar bo'lsa kerak. O'shanda Qoraqalpog'istonda maktablarga borishga, universitetlarda ishlar yuritishga, undan tashqari ukam Qoraqalpog'iston universitetida o'qidi. Keyin yaqinlarda, bir oxirgi 2 yil, 3 yilning ichida prezident maktabiga tayyorlangan jarayonida o'sha oldingi taassurotim nima edi? Oldingi taassurotimda borganimda Qoraqalpog'istonda til ta'limi bo'yicha zo'r onlarga duch kelgandim. Yo'nalishlarga, lekin aynan matematika, kompyuter ta'limi bo'yicha unchalik men o'zim xohlagan bir yo'nalishni topa olmagandim. O'shanga qiziqib borgandim 2007-yillarda. Hozir oxirgi 2-3 yilda yana Qoraqalpog'iston bilan ishim tushyapti. O'shanga borishga, o'quv markazlariga chaqirdi. O'sha prezident maktablari bilan ishlagan vaqtimda tanishman, u yerdagi o'qituvchilar bilan tanishman. Oxirgi vaqtda qarasam, men o'sha uncha emasdir. Men o'sha 2007-yilda balkim o'sha kompyuter izladim, o'quv markazi izladim, programmist izladim. Qoraqalpog'istondan uncha topolmagandim-da. Yaqinlarda o'sha borib qaraydigan bo'lsam, firmalar ishlab turibdi. Bir ta'lim yo'nalishida, boya hozirga aytgandek, ana u yo'nalishda, masalan, mantiqiy fikrlash yo'nalishida zo'r kitoblar chiqadigan, o'sha qoraqalpoq tilida ijod qiladigan mutaxassislar bor. Ya'ni hozir u yerda ham ancha endi to'liq tanishman deb aytishga qilaman, qiynalaman, lekin bir yuzakiroq tanishman. Yuzakiroq tanishda ancha o'sishni ko'rib turibman. Ancha o'zim uchun qoyil qolgan jihatlarni ko'rib turibman. Lekin agar adashayotgan bo'lsam ehtimoli bor. Sababi hozir aytdim, men umuman olganda kirgan emasman. Hozirgi taassurotim juda zo'r. Hozirgi taassurotim Qoraqalpog'iston ta'lim haqida ham aytgandek juda ham begona emas. U yerda tanish o'qituvchilarim, tanish o'quv markazlarim, tanish kitob yozadigan, aloqa qiladigan, birga hamkorlikda ishlaydigan tanishlarim, universitetda birga bir muomala qiladigan do'stlarimiz bor. Yaxshi anomi bor. Umuman olganda fikrimiz bir ekan. Siz endi o'sha tomondan juda yaxshi taniysiz har holda. Ko'plab tashabbuslar chiqyapti-da. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'sha ta'lim tizimi xodim mas'ullaridan va o'qituvchilardan ham ko'plab tashabbuslar kuzatyapmiz. Omad tilaymiz qoraqalpog'istonlik o'qituvchilarga va mas'ullarga. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zi ta'lim vaziri ham o'qituvchidan chiqqanda o'zi. Juda katta farq qiladi. Juda katta bilinadi. U masalan haqiqiy o'qituvchi-da. O'qituvchi o'sha maktabda ishlab chiqqan o'qituvchi. Nimasi? O'rinbosari Oybek aka bilan o'sha xalq ta'limi vazirligida ishlaganmiz. Juda yaxshi tashabbuskor, qoni qaynab turadi-da, o'zi bilinadi. Endi unaqa rahbarlar tinch qo'ymaydi-da, hammani yangilikka, nima deydi, ta'lim sifatini baribir ko'taradi, qiladi, baribir nima qiladi, qoyil.
Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mana podkastimizni agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, ancha bir ma'lumotlarni oldingiz deb o'ylaymiz va shu podkastimizda shu joyga kelganda bitta kichkinagina tanlov e'lon qilamiz. Ya'ni har safar biz o'zi oldinlari tanlov e'lon qilardik, to'xtatib qo'ygandik, lekin mana hozir Otabek aka o'zlari bilan o'zlarini mualliflaridagi o'sha nashrdan chiqqan kitoblarini olib kelishgan. Buni ekranda mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu kitoblarni sovg'a qilamiz va kimga? Menda bitta taklif bor Otabek aka, bu tanlovda agar rozi bo'lsanglar, mana bugungi mavzumiz umumiy mavzusi ta'lim sifati haqida gaplashdik-ku. Ta'lim sifatini hamma turlicha tushunadi va mana bugungi podkastimizni ko'rgan kuzatuvchilar ta'lim sifati haqida o'zlarining ma'lum bir tushunchalarini hosil qilishdi. Va endi mana shundan kelib chiqib va o'zingizni umumiy fikrlaringizni qo'shgan holatda ta'lim sifatiga umumiy bir ta'rif berishsa, kommentlarda, izohlarda yozib qoldirsa, ta'lim sifati bu nima? Qisqacha bir o'zingizni izohingizni, siz uchun ta'lim sifati nima? Siz ta'lim sifati deganda nimani tushunasiz? Mana shuni izohlarda yozib qoldiring. Biz ko'ramiz. Eng yaxshi izoh egalariga ana shu kitoblarni nima qilamiz? Qanaqa kitob edi? Bitta kitobni tanishtirib qo'ying Otabek aka. Hozir O'zingiz yozgan. Demak, bu 3 yo'nalishda bor. Men 3 ta sinfniki maktabgacha yoshdagi o'quvchilar uchun, 1-sinflar uchun va 2-sinflar uchun matematika kitoblari va mantiq kitoblari bor. Demak, har biridan matematika va mantiq kitobdan 3 ta sinfga 6 ta kitob jami. Bu nimaga mo'ljallangan? Maktablarda darsdan tashqari mashg'ulotlar yoki bolalarning uyda maktabdan tashqari shug'ullanishi uchun qo'shimcha mashg'ulotlar yoki o'quv markazlarida bolalar shug'ullanishi uchun, ya'ni bu prezident maktabiga tayyorlash uchun emas, umuman hozirgi aytgan boladagi men o'zim aytayotgan 3 ta ustunni qurish uchun yaratgan narsam. Ya'ni men bu kitob bilan o'sha prezident maktabiga tayyorlaydi yoki bir juda bir oldinga ketadi deyish niyatim yo'q. Aynan o'sha sifatli bilimi, maktabgacha bo'lgan yoshdagi o'quvchi, 1-sinf o'quvchisi, 2-sinf o'quvchisi, mening xayolimda o'shani bitirgan vaqtda nimani bilish kerak, qanaqa qobiliyatlari shakllanishi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shaga moslab kitob chiqarganman. O'shanga olib borishga moslashganman. O'shani sovg'a qilaman. Zo'r, xohlagan o'qituvchi va ota-onalari ham. Ota-ona ham ishlatish mumkin. Unda hech qanday muammo yo'q. Savolda shartning hammasi shu yerda yozilgan bo'ladi. O'sha shartni bola bilan ishlab ozgina yordam bersa bo'ldi bolaga. Bu misol uchun tanlovda yutolmasa sotib olishi ham mumkin, bu nashrdan. Hozir 1-sinfniki va 2-sinfniki nashrdan chiqdi. Maktabgacha yoshdagi o'quvchilar uchun nashr ketyapti. Nashrga tayyorlashlar ketyapti. U ham yaqin orada chiqib qoladi. Demak, izohlarda faolroq bo'lsanglar va Komment yozing, like bosing, podpiska bo'lib qo'ysang muhimi. podpiska bosib qo'ying. Salomat Va bo'linglar. shu joyda bitta narsani eslatib o'tib ketmoqchiman. Bugungi bizni mana shu tanaffus podkastimiz Profi University'ning Profi podkast studiyasida tasvirga olindi. Buning uchun Profi University'ga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Profi University'ni tavsiya qilib qolamiz. Agar farzandingizga sifatli ta'lim berishni xohlasangiz, yaxshi oliygohda o'qishni istasangiz, albatta Profi University'ni biz o'zimiz shaxsan men o'zim tavsiya qilgan bo'lardim, chunki aynan Profi University'da o'zim pedagogik masalalar bo'yicha rektor maslahatchisi lavozimida ishlayman. Ya'ni tizimni ichidan ko'rgan bir shaxs sifatida tavsiya qilib qolaman. Shu joygacha ko'rganlarni isboti sifatida bitta savol beramiz. Podkast studiyamiz qanday chiqibdi shu haqda? Shu haqda emas qadriydi. Otabek, rahmat. Salomat bo'ling. Sizga juda bir qiziqarli suhbat o'tkazdik va umuman biz bilmagan rakurslardan qaradik ta'lim sifatini. O'ylaymanki, bu nafaqat o'qituvchiga, balki mas'ullarga ham, juda ota-onalarga ham juda qiziqarli bo'ldi. Ta'lim sifati o'zi aslida nimaga e'tibor berishimiz kerak va nimalar qilishimiz kerak degan. To'g'ri. Katta rahmat, ishlaringizga omad Salomat tilaymiz. bo'ling. Ayniqsa shunday kitoblaringizni ko'paytiring, 11-sinfgacha yozing. Salomat bo'ling. Otabek aka, mana suhbat uchun sizga kattakon rahmat va suhbat so'ngida bir narsani aytmoqchimanki, hozir mana umumiy ta'lim sifati haqida gaplashgan bo'lsak, juda ko'p tavsiyalarni aytdingiz va ko'rsatuvning so'ngida men so'ragan bo'lardim, umumiy bizni ota-onalar kuzatyapti, o'qituvchilar va hatto o'quvchilar ham kuzatishadi. Umumiy bir tavsiyalaringizmi, maslahatlaringizmi nima degan bo'lardingiz? Mana shu haqida ozgina o'zingiz fikringizni bildirsangiz. Yaxshi savol bo'ldi. Sababi shu bo'yicha o'zimning aytadigan gapim bor. Men bitta Simon Sinekning YouTube videolarida bitta ko'rgandim. Tushuncha, ya'ni chekli o'yin va cheksiz o'yin tushunchalari degan narsani ko'rgandim. Nima o'sha haqida hozir tushuntirsam, chekli o'yin deganimiz bu
aniq qoidalar belgilangan, aniq vaqt belgilangan, g'olib bo'lish sharti aniq bo'lgan o'yin. Masalan, futbol chekli o'yin. Ya'ni 90 minut vaqt berilgan, qoidasi aniq. Siz raqibdan ko'ra ko'proq gol urishingiz kerak, kim g'olib bo'lishi aniq bo'ladi. Cheksiz o'yin tushunchasi ham bor. Cheksiz o'yin tushunchasida u ham o'yin, faqat uning farqi muddat belgilanmagan, shartlar aniq emas, g'olib aniq emas. Masalan, biznes cheksiz o'yin. Hayotning o'zi cheksiz o'yin. Yoki boshqa biror bir kompaniyaning rivojlanishi yoki o'zimizning faoliyatimiz, kasbiy faoliyatimiz bu cheksiz o'yin. Aniq qoidalar belgilanmagan, nima qilishimiz kerakligi aniq yozilmagan, qancha o'ynashimiz kerakligi hech qayerda bilmaymiz, kim g'olib ekanini bilmaymiz. Masalan, biznesda kim g'olib chiqdi, qanaqa parametr bo'yicha g'olib chiqadi bilmaymiz. Farqi nimada bo'ladi? Chekli o'yinni ma'lum vaqt o'ynashadi, keyin tugatishadi. Cheksiz o'yinni umrbod o'ynashadi. Masalan, hozir Profi Educationda, bu yerda Profi universitetida olyapmiz. Profi universiteti qachongacha mavjud bo'lmoqchi? Iloji boricha ko'p. Iloji boricha yaxshi faoliyat yuritmoqchi. Iloji boricha shu yerda rivojlanmoqchi. Qancha rivojlana oladi? Qancha rivojlana olsa, shuncha rivojlanadi. U to'xtamaydi. Masalan, hozir Profi universiteti bir oy ishlab, keyin to'xtab, yana 2 oydan keyin davom ettirib, yana bir dam olib ishlamaydi. Doimiy oldinga harakat qiladi. Ta'lim qanday o'yin? Ta'lim bizda chekli o'yin qilib o'ynashga yaxshi ko'rishadi. Qanaqadir imtihongacha tayyorgarlik ko'rishadi. Qanaqadir darsning oxirigacha, qanaqa prezident imtihoniga mantiqiy fikrlash tayyorlamoqchimi? Prezident imtihonigacha tayyorlashadi, u yoqga uzishadi. Institutga kirmoqchimi? Institutgacha tayyorlashadi, u yoqda to'xtatishadi. Ta'lim aslida cheksiz o'yin. Ta'lim cheksiz o'yin, umrbod ta'limning ichida odam qolishi kerak. Ya'ni cheksiz o'yinda qanaqa bo'ladi? Taxminan qaysi yo'nalishda ketmoqchi ekaningiz aniq. Masalan, siz taxminan qaysi yo'nalishda ketmoqchi ekaningiz aniq, lekin taxminan bilasiz. Aniq bilmaysiz. Siz 1 yildan keyin nima bo'lmoqchi desangiz, shu yerda men podkastlarni rivojlantirmoqchiman, Profi universitetida, boshqada ishlamoqchiman deysiz, lekin 1 yildan keyin umuman boshqa joyda paydo bo'lib qolsangiz ham hayron qolmaysiz. Ya'ni taxminan ta'lim ham shunaqa. Taxminan bitta yo'nalishni tanlab, o'sha yo'nalishda to'xtovsiz harakat qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni ta'limni to'xtatib qo'yish, ta'limda bir chekli o'yin qilish imkoniyati yo'q. Agar bir haftadan keyin o'lishingizni aniq bilsangiz ham, bugun nimadir o'qib o'rgansangiz, siz uchun hech qanday bir zarar bo'lmaydi. Hozir bizda dinimizda beshikdan to qabrgacha ilm izla deyshadi. Bu shunchaki chiroyli rivoyat emas, bu aniq tavsiya. Bu aniq rekomendatsiya. Juda katta falsafasi bor ichida. O'shaning uchun meni beradigan maslahatim o'sha ta'limni kelinglar cheksiz o'yin qilaylik. Juda yaxshi. Qanaqadir sanagacha, qanaqadir imtihongacha, qanaqadir yoshgacha ta'lim olish xato. O'zi ta'lim sifatiga bitta umumiy nima bo'ldi-da? Baho bo'ldi oxirida. Qoyil. Umumiy. Rahmat Rahmat. Otabek aka sizga Rahmat. tashrif buyurganingiz uchun sog' bo'ling. Rahmat. Voy.